Erkaklar yana nimada aybdor? Ba'zi shifokorlar baribir pul uchun Bu bemor bizaga kelgan, u bemor o'zini joniga qasd qilgan, qo'llarini kesib tashlagan, miyomani davolaydigan bironta dori yo'q. Lekin turmushga aytmasdan, u qudratamaga hech kimga aytmasdan qizini uzatib yuboradi. Necha yildan beri qo'shilinyapti? 6 yildan beri deydi. Tasavvur qiling. 6 yil nima qilishibdi? Bemorlarning gapiga ham hammasiga ishona olmaymiz. Turmushga chiqsang og'riqli bo'ladi. Birinchi kecha eri qo'pollik qilishi natijasida travma olganda. Endometrioz bu onkologiya emas, lekin unga o'xshab xavfli. Aynan shu qizlarni ko'proq turmush o'rtoqlari olib keladimi yoki Assalomu alaykum azizlar, shifo bo'lsin podkasti yana sizning xizmatingizda. Bugungi mavzu juda ham qiziqarli mavzu, chunki yillar davomida aynan shunday muammolarga duch kelayotgan ayol qizlarimiz ko'pligi sabab biz bugun mana shu uzoq kutilgan mehmonimizni taklif qildik. Demak, Najmiddinov Zayniddin Najmiddinovich, oliy toifali akusher ginekolog endi xirurg. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat kattakon taklif uchun. Xudo xolasa bugun shu ginekologiya sohasi bo'yicha qiziqtirgan shu xalqimizni qiziqtirgan savollarga xudo xolasa javob beramiz. Xudo xolasa bu javoblarimiz xudo xolasa xalqimizga manfaatli bo'ladi degan umidda biz. To'g'ri, chunki bu soha ginekologiya sohasi meni nazdimda qiyin sohalardan biri, ayniqsa xirurgiyasi, chunki ginekolog, xirurg ayollarni nozik tomoniga javob beradi. Ayollarni kelajagiga javob beradi. Ayol qizlarimizni katta xatolardan qaytaradigan bir soha deb o'ylayman. Nimaga aynan ginekologiyani, xirurgiyasini tanlagansiz? Ginekologiyani tanlashimning asosiy sabab juda ko'p. Birinchi sabablaridan shu tibbiyot yo'nalishida o'qiganimizda 7 yil o'qigan vaqtimizda 7 yil hamma kafedralarga borib turamiz. Nevrologiya, lor, travmatologiya hammasiga borganimizda eng yoqqani, yana qiziqtirgani shu ginekologiya, akusher ginekologiya sabab bo'lgan, ustozlarimiz yaxshi bo'lgan, o'rgatgan, qiziqtira olgan deb o'ylayman. Shu bilan birgalikda baribir boshqa masalan travmatologiya suyak sinishlarni masalan javob bersa, kardiolog yurakka javob bersa, nevropatolog masalan miya yoki nerv sistemasiga javob bersa, bizada masalan ikkita ona hamda bolaga javob beriladi akusher ginekologiyada. Baribir insoniyatni birinchi boshlanish nuqtasida biza ishtirok etamiz, xizmat ko'rsatamiz. Bu bilan faxrlanamiz. Masalan, tug'ruq jarayonida ham, tug'ruqdan oldingi tayyorgarlik ham shu insoniyatni paydo bo'lishidan oldingi holatga biza guvoh bo'lamiz. Bu bitta bir mo'jizaga, insoniyatni boshlanish mo'jizasi hisoblanadi. To'g'ri. Baribir tug'ruq, bitta odamdan odam paydo bo'lishi baribir bu mo'jiza hisoblanadi. Bu mo'jizada ishtirok etish hammasi menga masalan yoqqan shu boshidan. Shu bilan birgalikda shu sohaga qiziqib, hozirgacha shu sohada ishlab kelib, izlanishda davom etyapmiz. To'g'ri, chunki siz malakali shifokorsiz, tanlagan yo'lingizdan juda ham yaxshi, samarali ketyapsiz deyman. Va hozirgi kunda masalan siz tug'ruq bilan shug'ullanmayapsiz. Siz hozir ayollarimizni dardiga shifo bo'ladigan bir shifokor sifatida faoliyat yurityapsiz. Sizni huzuringizga ayol qizlarimiz qanday dardlar bilan ko'proq murojaat qilishyapti, kelishyapti? Juda ko'pchiligi bepushtlik bilan, ya'ni birlamchi, ikkilamchi bepushtliklar bilan, masalan bir oila ikkita erkak ayol birga 1 yil yashab homiladorlik kuzatilmasa, bu bepushtlik deyiladi. Shu bepushtliklar bilan birlamchi hamda ikkilamchi, undan tashqari kistalar, tuxumdon kistalari, miyomalar hamda tug'ma anomaliyalar, bachadon bo'lmasligi yoki qin yo'llarini bo'lmasligi, siydik yo'llaridagi muammolar, yoshi katta insonlardagi siydik ushlolmaslik muammolari, undan tashqari esa ko'p tug'uvchi ayollarda yuzaga keladigan tug'ruq yo'llaridagi asoratlar, barcha ginekologik shu kasalliklarni davolash xirurgik yo'l bilan hamda konservativ yo'l bilan davolashga biz yordam beramiz. Demak, nafaqat xirurgiya, balki agar iloji bo'lsa, avvalo konservativ davolash choralarini ham ko'rasizlar. Qachon sizni huzuringizga kelgan odamga siz konservativ davo berasiz? Qachon yo'q, operatsiya qilish kerak deysiz?
qachonki kelganda agarda biza masalan hammasida ko'rsatmalar bor. Aha. Operatsiyaga ko'rsatma bor konservativniy lichenaga masalan oddiy tuxumdon kistalari bilan kelsa, masalan 4 santimetrdan kichkina bo'lsa, u so'rilib ketadigan kista bo'lsa, biza Aha. aniq lichena qilib davolash usuli bilan davolab uni bu darddan forig' qilishda iloji bo'lsa, bunga tabiiy, ya'ni dorilar bilan yoki kerak bo'lgan tavsiyalarimizni berib, bularni davolaymiz. Agarda xirurgik yo'l bilan qilishda imkoni bo'lgan bemorlarni xirurgik yo'l bilan davolaymiz. Masalan, katta hajmli kistalar, katta hajmli miomalar yoki masalan tug'ma qinni bo'lmasligi, bularni hammasi xirurgik yo'l bilan qilish kerak bo'ladi. Chunki rekonstruksiya bo'ladi yoki masalan kistani olish kerak bo'ladi, miomani olish kerak bo'ladi. U agarda dorilar bilan davolanganda edi, uni ham dori bilan davolardik. Lekin iloji bo'lmagandan xirurgik yo'l bilan qilinadi. Tushunarli. Hozir nafaqat mioma, endometrioz yoki kistalarni sanab o'tdingiz, balki 2 marta eshitdim, qin haqida gapirdingiz. Demak, hozir asosiy muammolardan tashqari ba'zi bir qizlarda uchraydigan anomaliyalarga ham siz qo'l urgansiz. Keling shu haqida gaplashaylik, chunki sizni huzuringizga aynan shu qizlarni ko'proq turmush o'rtoqlari olib keladimi yoki ota-onasi? Bunaqa bemorlar o'zi ota-onasi olib kelishi kerak. Aha. Lekin ko'pincha turmush o'rtog'i, qaynotasi, qaynonasi olib keladi, işte homilador bo'lmayotgani uchun. Aha. Aha. Tushundingiz? Hali mana bitta voqeani aytib beraman sizga. Bunaqa voqealar juda ko'p. Bittasi esimda qolgan, juda ta'sirlisi. Bir bemor kelyapti, 3 yil yashagan er-xotin. Aha. U qizdan so'raganimizda menstruatsiyasi yoshligidan umuman kelmagan. Umuman kelmagan, lekin jinsiy aloqa qilib yuribmiz deydi. Keyin tekshiruvlar natijasida shuni aniqladikki, bu qin yo'llari yo'q, bachadoni yo'q, 2 ta tuxumdoni bor. Tuxumdon garmon ishlab chiqargan hisobiga balog'at yoshidan to hozirgacha ikkilamchi jinsiy bezlari, ko'kraklari ayol sifatida rivojlangan. Lekin qin yo'llari, matkasi yo'qligi hisobiga ularda ya'ni aloqa qilgan biza deyapti, lekin ular aloqani siydik chiqarish kanaliga qilinganda, u siydik chiqarish kanali kengayib ketib, siydik ushlolmaslik muammosi boshlangan. Lekin ular sistit deb o'ylaganda davolanib yuradi, davolanadi, yaxshi bo'ladi. Aloqa qilsak sistit bo'lib qolaman, bo'lmasa bo'lmayman deydi. Keyin biz tekshirsak qin yo'llari yo'q, aloqa boshqa joyga qilingan. Buni asoratini tushuntirdik, mana shunaqa. Keyin bu bemorimizga faqat qin yasash amaliyotini amalga oshiramiz. Qin yasaladimi? Qin Qanday, yasash nimadan yasaladi? o'zi qorin pardadan yasaladi. Aha. Yasalib, u faqat jinsiy aloqa uchun yasaladi. Aha. Lekin homilador bo'lish, tug'ish muammolari bartaraf qilinmaydi. Chunki hech qaysi inson a'zoni yaratish xususiyatiga ega emas. Shuning uchun a'zoni yaratib bo'lmaydi. Bachadon bo'lmagandan keyin uni boshqani bachadonni olib qo'yish hali bizada rivojlanmagan, hali qo'yilmagan. Lekin unaqa bemorlarda ham qin yo'q bo'lib, ham matka bo'lmasaga, unga matkani qo'yish ham bir muammo hisoblanadi. Chunki anatomiyalari hammasi o'zgarib ketadi. Ya'ni buyraklar boshqa joyda joylashgan bo'ladi anomaliyada. Bu anomaliyani kelib chiqish sabablari ham ko'p. Bunaqa bemorimizga faqat qin yasash amaliyotini amalga oshiramiz, faqat jinsiy aloqa uchun qilinadi. Bu bemorga ham qildik, xudo xolasa hozir yaxshi holatda yuribdilar. Faqat homilador bo'lsa, eko orqali tuxumdonlardan folikular olib, boshqa ayol organizmida, ya'ni surrogat ona deydi, shunaqa qilish imkoniyati bor, lekin bizda ruxsat yo'q, chet mamlakatlarda bor. Agarda kimdir qildirmoqchi bo'lsa, chet mamlakatga borib bu narsani qildirib keladi. Hozir mana aytyapsiz, odatda ota-onasi emas, o'sha turmushga chiqqandan keyin olib keladi deb. Eng katta muammo O'zbekistonda, meni nazdimda yillar davomida biz rivojlanyapmiz, 21-asr deyapmiz, texnologiyalar hozir yuqori darajada, lekin bizni o'zbek ota-onalar qizlarini ginekologga olib borishdan qo'rqadi. Hammasi emas, lekin deyarli 80% insonlar
yo'q, qiz bola-ku, nima bo'lishi mumkin? Muammosi bo'lmaydi. Hamma muammo erga Xuddi shunday. teggandan keyin boshlanadi deyishadi. Lekin qarang, tug'ma qin bo'lmasligi, yosh qizlarimizda turmushga chiqmasligidan avval endometriozni rivojlanishi, o'sha tuxumdonlardagi polip kistalar, matkadagi qanaqadir juda yaxshi bo'lmagan anomaliyalar bor. Nima uchun ota-onalar olib kelmaydi? Nima deb o'ylaysiz? Mana oddiy narsada menstruatsiyasi kelmadimi qiz Aha. bolani? Onalar javob berishi kerak. Necha bu yoshdan? narsani. Hozirgi kunda 9 yoshdan ham kelyapti Aha. menstruatsiya, lekin oxiri 15 yoshgacha menstruatsiya kelmasa, Aha. onalar bu haqida juda nima deydi, xavfli narsa ekanligi haqida o'ylab, shifokorga olib borib, tekshirtirib, hamma narsa qilish kerak. Shunaqa bemorni uydagilar keladi, onalari xafa bo'ladida gapiraman. Aytamanki, siz qayerga qaragansiz? Baribir onalar qarash kerak qiz bola bo'lgandan keyin hayzi kelyaptimi, yo'qmi? Kelmaydigan bo'lsa vrachga olib borib uchrashish kerak, nimadir o'zgarish bo'lyapti, tekshirtirish kerak. Borgan biza deydi, vrachlar aytganki, turmushga chiqsa ha yaxshi bo'ladi, menstruatsiyasi keladi, homilador bo'lib tug'adi, hech nima bo'lmaydi. Shunaqa bemorlar bor deb jo'natib yuborgan, bular ham masalan bemalol yuravergan. Shunaqa ota-onalar keladi, umuman qiziqmaydi. Qizi bilan, bolalari bilan endi har xil ota-ona bor. Endi ko'pchiligi qaraydi, hamma narsa qiladi. Shunaqa masalan chekka tumanlardan keladi. Umuman qaramagan, bilmasam, men so'ramaganman. Qiz boladan qanday so'ramasligi mumkin? Qiz bolani qanday menstruatsiyasi kelsa kelmasa, ota-ona onasi bilmasligi mumkin. Shunaqa darajada bo'ladiki, qizlar hattoki o'sha onasi bilan bo'lishmaydi-da. Bu ham bir buning ustida ham ishlash kerak deb o'ylayman. Chunki mayli begonaga aytmasa ham o'sha o'zini onasiga o'zida bo'layotgan muammolarni aytish kerak. Chunki kelajakda bu o'sha turmushga chiqqan oiladan qancha dakka eshitadi shu qiz, qancha gap eshitadi, oilalar buzilib ketadi shuni dastida. Farzandli bo'la olmaydi qizlar yoki o'sha anomaliyalarni deb eri bilan yasha olmaydi. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, ayniqsa onajonlar, iltimos, qizingizni ginekologga olib boring. Maxsus bolalar ginekologi ham bor. Uni ichidan ko'rish shart emas. Uzi qildiringlar. Shu tekshiruvni shunda o'tkazinglar, bo'ldi. Olam guliston. Diagnoz, tashxis qo'yiladi, shifokor yordam bersa yordam bera oladi, hech bo'lmasa qizingizni kelajagidagi muammolardan xalos etadi ota-ona. Shundan keyin Katta fojiaga aylanib ketadi. Masalan, menstruatsiyasi yo'q, qiz bolani shunaqa oilalar keladi, menstruatsiyasi yo'q, lekin turmushga aytmasdan, u qudatamaga hech kimga aytmasdan qizini uzatib yoradi. Nimaga ishonib, qanaqasiga hammasini boricha aytib, keyin uzatsa bo'ladi-yu. Masalan, o'zini tengi chiqar yoki nimadir bo'lar yoki oldin operatsiya qildirib hammasini yaxshi qilgandan keyin turmushga chiqar. Qiladi, 2-3 oy yashaydi, qo'shila olmayapmiz. Ayrim vrachlar bor, shunaqa ular lichena qilib yuradi bu narsani. Lichena qiladi, ana bunaqa bo'lyapti. Vaginizm degan narsa bor. Ya'ni qo'shila olmaydi. Shu vaginizm uchun ham 2-3 oylab, 1 yillab lichena olib yurgan oilalar borda. Shunaqa oilalar keladi, ko'rganimizda qin yo'q, matka yo'q, menstruatsiya keldi, mana biz vrachlar davolanyapmiz deydi. Nimani davoladi? Nimani davoladi? Asabimizni davoladi, bizani tinchlantirdi, vaginizmsan deb aytdi deydi. Ko'rganimizda qin yo'q, matka yo'q. Shunaqa holatlar ham bo'ladi endi. Nima deydi? Ayrim shifokorlar bor, endi shunaqa endi o'zi tushunadimi? Endi ular ham masalan bemorlarning fikrini, bemorlarning gapiga ham hammasiga ishona olmaymiz. Ular bir xil o'zini aybini yashirish uchun boshqa shifokorni ayblaydi. Bunaqasi ham bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Lekin ba'zi shifokorlar baribir pul uchun tashxisdan foydalanadiganlar ham borda, afsuski. Bor, unaqa yo'q deb bo'lmaydi. Shunaqa oilalar keyin oxir-oqibat ajralishib ketishiga, oilalar buzilishiga sababchi bo'ladi. Lekin hozir bundan oldingi podkastlarimda ham juda ko'p bu mavzuda aytganman. Hozirgi kunda juda 15 yoshga agarda to'lib menstruatsiyasi kelmasa, qizlarni olib kelib tekshiruvdan o'tib xavotirga tushyapti-da ota-onalar. Bu hammasi oiladagi tarbiya deb o'ylayman. Chunki onani vazifasi qiziga qarash, qizidan so'rash, uni holatini, ruhiy holatini, jismoniy holatini, sog'lig'i haqida menimcha do'st bo'lib gaplashib turish kerak. Demak, onaga ko'p narsa bog'liq. Hech bo'lmasa opa-singillar bor. Masalan, men hozir sizni gapingizdan kelib chiqib o'zim onamdan faxrlanib ketdim. Shu yoshga yetsam ham doim so'raydilar. Sog'lig'ingda qanaqa muammo bor, nima bo'lyapti, qanday o'zgarish bor deb. Demak,
ona bilan do'st bo'lish kerak. Hozir menda bu savol yo'q edi, lekin meni qiziqtirib qoldi. Mana vaginizm dedingiz. Agarda shunday muammo bilan sizga murojaat qilishsa, siz yordam bera olasizmi? Yordam bera olamiz, chunki vaginizmning sabablari ko'p. Birinchi navbatda sababini tekshirib, shunga qarab shu lecheni qilishimiz kerak bo'ladi. Vaginizmning turlari ham har xil bo'ladi. Bu turlarini qayerdan paydo bo'lgan, birinchi marta qanaqa bo'lgan, uni sababi ko'p. Masalan, yoshlikda ayrim qizlar masalan liftlarda, qorong'i xonalarda qo'rqib qoladi-yu, yoki bir og'ir travmalar olgan bo'ladi, yoki ayrimlar qo'rqitib qo'ygan bo'ladi, turmushga chiqsang og'riqli bo'ladi. Birinchi kecha og'riqli bo'ladi, qon kelishi mumkin, yirtilishi mumkin. Mana shu narsadan ko'pchilik ya'ni psixologik travma oladi. Travma natijasida bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Ayrim holatlarda esa yoshligida zo'rlash alomatlari bo'ladi. Kimnidir yosh qizlarni, yosh kattalar yoki o'zini o'rtoqlari zo'rlash ma'nosi bo'ladi. U erkaklardan, shu analardan nima deydi, turmush o'rtog'idan nafratlanadigan, erkaklardan nafratlanadigan bo'ladigan qizlar ham bor. Demak, bu psixologik jihat. Psixologik Ko'pincha demak ham shifokor bilan, ham psixolog bilan ishlagan ma'qul. Biza ham bu sohada ishlayverib, psixologdek bo'lib ketganmiz. Demak, o'zingiz bemalol gaplashib, ichidan o'sha dardini olib, o'shanga qarab ish tutishingiz mumkin. Ayrim holatlar bo'ladi, bular ya'ni psixiatr bilan ham ishlashimizga to'g'ri keladi. Psixiatrga biz tavsiya qilamiz ko'riklariga, ularga borish kerak bo'ladi. Bu hamma muammoni hal qilish uchun xotin o'tirg'izib, ikkalasi bilan anamnez yig'ib, ularning sababini topib, sababini davolasak, hali bizga kelgan bemorlar vaginizm bilan hech qaysisi qaytib ketmagan yoki natija bo'lmadi demagan. Qarang, qizlar-ku keladi, kelinlarimiz kelishi mumkin, lekin turmush o'rtoqlari keladimi yonida? Chunki bizni o'zbek bolalar, men yaxshi bilan muammo menda emasmi, bor, o'zing bor, o'zing davola. Yaqinda bo'lgan muammoni aytaman, holatni aytaman. Bemor keldi, ayol bilan erkak keldi. Aytayapti, bizda vaginizm deyapti. Hamma joyda davolandik deyapti. Hamma joyda bormagan joyimiz qolmadi, bormagan nevropatologimiz qolmadi. Necha yildan beri qo'shilmayapsiz? 6 yildan beri deydi. Tasavvur qiling. 6 yil nima qilishibdi? Erga aytayapman, 6 yil qanday, sizni boshqa turmushingiz yo'qmi yo boshqa ayolingiz bormi deb so'rayapman. Yo'q deydi, hech nima, mana shu ikkalamiz yashaymiz, ishga boramiz, kelamiz, qo'shila olmaymiz, yotamiz, turamiz, mana shu 6 yil o'tib ketdi deyapti. Astag'firulloh. 6 yildan beri muammo bor. Keldi, biz lechena qilganimizda 3 oyda muammosi hal bo'ldi. 3 oydan keyin xursand keldi, hammasi yaxshi holatda. Demak, muhim turmush o'rtog'i bilan kelish. Muhim. Chunki bu holatda mana shu oilani nazarda aytib beraman sizda, mana shu holatda birinchi kecha eri qo'pollik qilishi natijasida travma olganda, travma natijasida bunda qo'rquv paydo bo'lganda umuman keyin qo'shila olmagan. U yaqinlashsa hamma mushaklari qotib qoladida, taranglashib qoladida, umuman qimirlamay qoladi, qo'rqib qolaman deydi er aytadi. Shunaqa holatlarda ham bemorlar keladi bizga. Buni birinchi marta eshitishim, lekin xalqimiz bilish kerak. Demak, agar qizlarimizda, kelinlarimizda shunday muammo bo'lsa, bemalol shifokorga murojaat qilinglar, chunki bu hal bo'ladigan ish ekan. Yaqinda bir tanishimdan eshitdim. O'g'lini uylantirdi va to'ydan keyin kelinini ginekologga olib borgan. Ya'ni yaxshi ma'noda olib borganki, qo'shilgandan keyin uni sog'lig'i qanday ekan, travma bo'lmadimi, qanaqadir shikast yetkazmadimi bolam deb yaxshi niyatda olib borgan. Shunday qilish kerakmi o'zi? Men masalan xursand bo'ldim, qaynona bo'lib olib borib tekshirib kelganiga. O'zi ginekologga qachon murojaat qilish kerak? Qizlarda, masalan, ayollar bo'ladimi, turmushga chiqqan, chiqmagan bo'lsa, ginekologga yilida bir marta bezovta qilmasa eshitdimi? Ginekolog kuzatuvda borib, o'zi tekshiruvdan 1 yilda bir marta o'tish kerak. Agarda sizni bezovta qilsa agar, xohlagan marta borish kerak bo'ladi ginekologga. Sababsiz bo'lsa agar, yilda bir marta. Agar sababi bilan bo'lsa agar, xohlagan marta borish mumkin bo'ladi. Yo'q, mana qo'shilgandan keyin kelinlarimiz. Qo'shilgandan keyin borish kerak bo'ladi, chunki ayrimlarda qo'shilgandan keyin sistit bo'lishi mumkin.
Men birinchi qo'shilgan. martani aytyapman, chunki Ha. u nima sababdan olib borgan, kelini bilan gaplashgan, o'zi vrach, kelini bilan gaplashgan, og'riq bo'lganini bilgandan keyin olib borganda, o'sha balki vaginizmni oldini olish uchun yoki qanaqadir Yo'q, o'sha qo'shilgandan keyin agarda muammo bo'lsa, masalan, kimdadir ko'p qon ketib Aha. qoladi, kimdadir shu jinsiy yo'llar yirtilishi mumkin. Mhm. Unaqa holat bo'lsa, vrachga albatta ko'rsatgan yaxshi. Bu sizni holatingizdagi bemor agarda bormoqchi bo'lib ko'rsatmoqchi bo'lsa, bu menimcha profilaktika uchun, Ha. oldini olish uchun. Ha, o'zi hamma vrach narsani. bo'lgani sabab Da. olib. Vrach bo'lgani uchun, profilaktika bo'lgani uchun bu ko'rsatgani yaxshi hisoblanadi. Mhm. Ana endi professional operatsiyalaringizga o'tamiz. Chunki siz oddiy ginekologlardan farq qilasiz. Oddiy ginekologga biz boramiz, konsultatsiya olamiz, davo choralarni ko'ramiz. Agarda operatsiya kerak bo'lsa, sizlarga jo'natishadi. Hozir asosiy muammolardan biri, masalan, meni yon atrofimdagilarda ikkita. Bittasi endometrioz, bittasi mioma bilan kistalar. Mana 3 ta muammo va eng katta muammolardan biri hozir endometrioz. Endometrioz og'ir kasallik, chunki bu kasallik menga tanish va uni deyarli davolash mumkin emas deyishadi. Bu rostmi yoki baribir operatsiya qilgandan keyin, ya'ni u tozalangandan keyin ayol kishi bemalol maza qilib yashay oladimi? Endometrioz o'zi kelib chiqish sababi to'liq oxirigacha aniqlanmagan. Lekin endometriozni rivojlantirish agar paydo bo'lsa, uni rivojlanib ketishi. Endometrioz shunaqa kasallikki, bachadonni endometriy qavatini bachadon o'rta tashqi qavatiga o'sib o'tishi natijasida endometrioz rivojlanadi. Ya'ni bachadon ichidagi endometriy qavati tashqi tomonga, atrof to'qimaga, ya'ni o'sib o'tadi. Buni xavflilik tomoni, ya'ni shu bachadon naylari, tuxumdonlar, ichaklar, siydik qopi hammasi bitta joyda joylashgan bo'ladi. Bularni hammasini yopishtirib tashlaydi. Bir-biriga spayka qiladi. Spayka qilgandan keyin u o'sib o'tadi. Xuddi onkologik kasallikka o'xshab o'sib o'tib kirib ketadi-da, u nervlarni ta'sirlantirish hisobiga endometriozda og'riq bo'ladi. Ayollarda har menstruatsiyasi kelganda bachadon ichidagi endometriy qavati shilinib pastga tushishi bu hayz ko'rinadi. Lekin mana shu endometriy atrof to'qimalarda hamma joyda bor-ku. Bular ham shilinib tushish kerak bo'ladi. U genetikasi shunaqa yaratilgan, tushib ketish kerak bo'ladi. Ular tusholmagandan keyin nervlarni ta'sirlantirish hisobiga kuchli og'riq bo'ladi. Endometriozlar masalan tuxumdon endometrioz kistalari bo'ladi, atrof to'qimada endometrioz, bachadondagi endometrioz adenomioz deyiladi. Adenomioz bor kasallar, endometrioz tuxumdon kistalari bor kasallarni davolashda bitta yo'li faqat xirurgik yo'l hisoblanadi. Agarda xirurgik yo'l bilan endometrioidning o'choqlarini hammasini olib tashlab, tuxumdonda kistalarni olib tashlasa, bu qayta bezovta qilmaydi bu bemor. Demak, bu bilan ham shug'ullanasiz. Shug'ullanaman. Bilasizmi, endometrioz aytyapman-ku, boshimdan kechirganim uchun yaxshi bilaman-da. Hozir og'riqlarni gapirdingiz, oho, kuchli og'riq bo'ladi. Chunki men dorilarsiz o'tkazmayman-da bu davrni, yaxshi bilaman. Lekin endometriozda ham, miomada ham, kistada ham keladigan ayollarni ikkita dardi bor. Birinchisi rakka aylanib ketmaydimi, ikkinchisi tug'a olamanmi deydi. Chunki biz sanab o'tgan hamma kasalliklar reproduktiv sistemaga ham ta'sirini o'tkazadi-da. Ayollarimiz ba'zan homilador bo'la olmay qoladi. Demak, siz endometriozni operatsiya qilganingizdan keyin ayol kishi bemalol homilador bo'la oladi. Bo'ladi. Uni ham endometriozni darajalariga bog'liq. Agar endometrioz bachadonda bu bachadon kattalashib ketgan bo'lsa, birinchi konservativ davolaymiz. Bu agarda matkani shu bachadonni kichraytirib olsak, shu homilador bo'lish darajasigacha olib kelsak, agar atrof to'qimalarida achaklari, ya'ni o'choqlari bo'lsa, uni operatsiya qilganimizdan keyin homiladorlikka tayyorlab, tug'ish jarayonida bo'lishi mumkin. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Endometriozni asosiy rivojlantirib yuboradigan narsa bu o't qopi hisoblanadi. Ya'ni o'tni oshqozon ichak sistemasi o't dimlanishi deydi-yu, eshitgansiz, zakip. Menda zagib bor. Sizda zagib bor. Ichingizda qotish bormi? Yo'q. Umuman qotmaydi. Yo'q. Lekin zagibim bor, chunki men borib tekshirtirganimda menga, lekin siz birinchi shifokorsiz, menga shuni bog'lab berayotgan. O't qopi bilan bo'ladi, chunki o't qopida dimlanish bo'lish hisobiga hazm jarayonlari buziladi. Jigarda hamma jigardagi o't dimlanish hisobiga jigardagi ferment sistemasi buziladi. Buni natijasida gormonlarning hammasi parchalanishi jigarda bo'ladi.
Parchalanish jarayoni, estrogen miqdori parchalanish kam bo'lgandan keyin jigarda estrogen miqdori oshib ketsa, endometrioz kasalligi avj oladi. Birinchi marta eshitishim. Demak, bu oxirgi shu butun dunyo tekshiruvlar o'tkazganda endometrioz bo'yicha shu xulosaga keldi. Hozir endometrioz davolashda birinchi o'tqopi jigarda uzi qilamiz, fermentlarni tekshiramiz, undan keyin davolash jarayonlarini olib boramiz. Demak, kelgan bemorlar ba'zida men ham aytaman-da, voy nimaga men ginekologga keldim, nima men jigarimni tekshirtirishim kerak, nima men o'tqopimni tekshirtirishim kerak deymiz. Demak, hammasi bog'liq, hammasini tekshirish kerak. Hammasini bog'lab birgalikda tekshirsa, aniq sababini topib, sababiga qarab lecheniya qilsa, albatta bu darddan qutulish mumkin bo'ladi. Lekin endometrioz kasalliklar surunkali kasallik hisoblanadi, bu xronический deydi, ya'ni uzoq vaqt davom etadi. Masalan, operatsiyalar ham masalan oxirigacha to'g'ri qilinib, achaklar hammasi olinmasa, qaytalanish ehtimolligi bor. Kimdadir masalan ichaklarga o'sib ketadi. U ichaklarni kesib, uni endometrioz achaklarini olib tashlab, uni to'g'irlab, hammasini to'g'irlash kerak. Demak, buni davosini kechiktirib bo'lmaydi, chunki keyin sekin-sekin boshqa organlarni ham hisoblanadi. Asorati kuchayib ketadi-da, ichaklarga o'tishi mumkin, siydik yo'liga o'tishi mumkin, hammasi ko'payib ketishi mumkin. Buni oldini olish uchun shu profilaktik chora-tadbirlarni olib borish kerak bo'ladi. Shu o'tqopi bilan ishlash, gormonlarni joyiga qo'yish, gormonlaringiz agar yuqori bo'lsa, o'zi gormon bilan bog'liqda endometrioz ham. Masalan, gormon, masalan, estrogen oshib ketyapti-ku jigar hisobi. Estrogen oshib ketgandan keyin endometrioz avj olishi, ko'payishi, hamma joyga tarqalishi yuzaga keladi. Bu o'zi endometrioz kasalligi boshqa kista, mioma, boshqa ginekologik kasalliklar bir tomon, endometrioz bir tomon, onkologiya bir tomon. Tushundingiz? U orasida turadi. Endometrioz qolgan kasalliklar bilan onkologiyaning o'rtasida turadi. Demak, endometrioz bu onkologiya emas, lekin unga o'xshab xavfli. Unga o'xshab xavfli, chunki hammasi atrof to'qimaga xuddi onkologiyaga o'xshab o'sib kirib ketadi. O'sib kirib ketgandan keyin u masalan matkangizda adenomioz bo'lsa, endometrioz bo'lsa, masalan tug'ib bo'lgan bo'lsangiz, 3 ta yoki 4 ta tuqqan bo'lsangiz, matkani olib tashlasa endometriozdan qutulasiz. Tushundingiz? Agarda lekin tug'magan bo'lsa, bemor tug'magan bo'lsa, uni birinchi navbatda davolab, kerak bo'lsa operatsiya qilib, uni lecheniya qilib, keyin homiladorlikgacha tayyorlash kerak bo'ladi. Lekin homiladorlik ham boshqalarga nisbatan sal boshqacharoq kechadi hamda bu bemorlarni shu kuzatish, shu o'tqopiga qarash kerak bo'ladi, boshqa narsalarga qarash boshqa bemorlarga nisbatan boshqacha podxod bo'ladi. Tushunarli, lekin meni hozir xursand qilgan tomoni, meni yoshlik paytimda bu boshqacha davolanardi. Hozir texnologiyalar o'zgargan va demak osonlikcha buni bu endometrioz operatsiyasi ochiq operatsiyami yoki laparoskopiya? Laparoskopiyada qilinadi. 3 ta teshib, shu masalan bugun operatsiya qilinsa, ertaga bemor uyiga bemor chiqib ketaveradi. Hech qanaqa og'riq, bezovta qilmaydi. Undan keyingi tavsiyalar shu endometriozni asl sababi, ya'ni etiologiyasini aniqlab, shunga qarab lecheniya qilib, ham achaklarini, shu o'choqlarni olib tashlaganimizdan keyin bu endometrioz bilan homilador bo'lsa bo'ladi. Ana endi mioma haqida gaplashamiz, chunki e'tibor berib qarasam, bizni ayollar ajoyibda hammasi miomam bor deyuradi, lekin miomalar ham har xil. Nafaqat hajm bo'yicha, balki uni tuzilishi, qayerda joylashishi, bu ham hammasi muhim-ku, ichida, tashqarida. Lekin miomasi bor ayollar deyarli hamma meni yaqinlarim bundan juda qo'rqadi. Miomadan qo'rqish kerakmi? Mioma xavfsiz o'simta hisoblanadi, lekin uni hajmi, qayerda joylashganligi xavfli hisoblanadi. Chunki bachadon bo'lsa, bachadonning ichi, bachadonning o'rta tashqi qavati bor-ku, tashqi tomonda subserozni deydi, mioma bo'ladi, o'rtasida intramuralni, ichida submukozni. Eng xavflisi submukozni hisoblanadi. Bachadon ichida joylashgan mioma. Bo'shlig'ida joylashadi, chunki har menstruatsiyada qon tomirda ochadida, uni hisobiga katta miqdorda qon ketadi. Bachadondan ko'p faqat shu bilan xavfli. Xavfliligi qon 40, 30, 50 ga tushib qoladi gemoglobini. Keyin bemorlar bizaga shu katalkada keladi, yurolmaydi, ahvoli og'irlashib, u bemorlarga qon quyib operatsiyaga tayyorlab, keyin operatsiyasini qilamiz. Bu miomalarni olish juda oson hisoblanadi. Ichkaridagi xavfli miomani oddiy gastroskop apparatimiz bor.
matkani ichiga kiradida shu miyomani kesib olib tashlaydi, bo'ldi, bemor turib ketishi mumkin uyida. Demak, hattoki laparoskopiya ham Yo'q, kerak emas. hech nima kerak bo'lmaydi. Agarda bachadonning ichida joylashgan bo'lsa miyoma. Aha. Agarda u tashqi tomonga yoki o'rta qavatlarga o'sib o'tgan bo'lsa, hajmi katta bo'lsa, unda laparoskopiya amaliyoti qilinadi. Miyomalarning o'zi kelib chiqishini asosiy sababi hozirgacha aniqlanmagan, qanaqa paydo bo'ladi, lekin uni rivojlanib ketishi, kattalashib ketishi aniqlangan. Birinchi navbatda bu gormonalniy o'zgarish hisoblanadi. Keyin vitaminlarning yetishmasligi hisoblanadi. Oqsilning yetishmasligi miyomani o'stiraveradi. Undan tashqari immunitetingiz past bo'lsa, organizm shu o'simtaga qarshi o'zi kurasha olmaydi. Kurasha olmagandan keyin u hajmi kattalashib ketaveradi. Hozirgi kunda yoshlar orasida juda ko'p hali turmushga chiqmagan, tug'magan, tug'ish yoshidan o'tib ketgan, shunaqa holatda miyomalar juda ko'p bo'ladi. Ko'p uchraydi bunaqa bemorlar. Nima deydi, bizga ko'p murojaat qiladi, operatsiya qilamiz, matkasini saqlab, keyin homiladorlikka tayyorlaymiz. Qarang, bitta muhim savol. Miyomasi bor qiz, hali turmushga chiqmagan. U turmushga chiqishdan avval uni olib tashlashi kerakmi yoki turmushga chiqqandan keyinmi? Maqsad miyomani olib tashlashimizdan maqsad ertaga homilador bo'lish, shu ayol, tug'ish. Tushundingizmi? Qanchalik erta bu narsani amalga oshirsa, bachadon shuncha erta tiklanadi, homiladorlikka erta tayyorlanadi. Bizada esa bu narsaga masalan quda tomon yoki eri yoki u tomon aytadi-ku, bu qiz kasal ekan. Tushundingiz? Kasal ekan, buni miyomasi bor ekan, bu unday ekan, bu ertaga matkasi bilan olib tashlaydi. Ertaga farzand ko'ra olmaysan degan fikrlar bo'ladida, shuni nazarda tutib, bu tomon, qiz tomon aytadiki, yo'q, turmushga chiqsin, qutulib olaylik, tinchisin, keyin qildiramiz. Lekin bemalol borib laparoskopiyada olib tashlasa, o'sha qiz bolada og'riq ham bo'lmaydi, katta hajmda qon ham ketmaydi va u turmushga chiqqandan keyin bemalol homilador bo'ladi, homilador tug'adi. Agarda miyomalar katta bo'lsa, 1 yil nazoratga olamiz, ularni lecheniya qilamiz, undan keyin homiladorlikka harakat qilamiz. Ayrim bemorlar bor, bu narsani yashiradi. Masalan, o'zida miyomasi borligini yaqinda bir bemor keldi, o'zida 8 ta miyomasi borligini biladi. O'zi sal to'laroqdan kelgan, lekin qorni yotqizsangiz, qorni o'zi bilinyapti, ichkarida katta hajmli hosila borligi. Homiladorga o'xshab qoladi qorni. Homiladorga o'xshab qoladi. Keyin aytayapman-ku, mana turmushga chiqibsiz, shundan oldin bilarmidingiz? Bilardim. Shuni ertaroq lecheniya qilib shunaqa qilsangiz, bu tomon boshqacha o'ylamasin dedim-da, deydi. Odamlar o'zini hayotini, o'zini sog'lig'ini o'ylamaydi. Quda tomon nima deydi? Quda tomon. Faqat quda tomonni o'ylaymiz. Lekin mana hozir aytyapsiz, katta hajm bo'lishi mumkin deb. Eng katta hajmli miyoma qancha bo'lgan sizda? Menda 45 santimetr bo'lgan. Yarim metr. Shundan 5 ta bo'lgan. Tasavvur qiling. Bitta ayolda. Bitta ayol. 20 kilo miyoma olganmiz. Demak, ochiq operatsiya qilgansiz. Ochiq operatsiya qilganmiz. U oshqozonigacha kelgan. Bu bemor 10 yil davomida miyomani davolagan. 10 yil. Xo'p, turmushga 35 yoshida chiqyapti. 35 yoshigacha 10 yil davomida 25 yoshida miyomani davolagan. Birinchi navbatda tabiblarga borgan. Tabiblar uni davolagan, miyomasi kattalashib ketgan. Keyin shu bachadon arteriyalarini embolizatsiya degan amaliyot bor. Uni qildirgan. Uni qildirgandan keyin ozgincha vaqt kichrayganda yana kattalashib ketgan. Oxiri og'ir ahvolda shu o'zini ko'tara olmaydi, o'zi yura olmaydi, gemoglobinlari tushib ketgan. Uni qon quyib, tayyorlab, keyin operatsiyaga tayyorlab, keyin operatsiya stoliga yotqizganimizda qorni xuddi homilador ayolnikidan ham kattada. Shu darajada kattalashib ketgan. Uni ochib, hamma miyomalarni olib, u miyomalarni olganimizdan keyin bachadonlarni saqlab, hozirgi kunda keyingi oydan xudo xolasa homiladorlikka ruxsat beramiz. 1 yilga yaqin bo'lib qoldi operatsiya qilganmiz. Men hozir hayron qolayotgan tomoni bu masalani, mana shunday katta miyomalarni masalan o'sha ultratovushda o'zingizda ko'radi shifokor. Borib oldiring demaydimi? Oldiring deydi. U davolayman deydi. Kimlardir aytadi, men davolab beraman bu miyomani deydi. Miyomani davolaydigan bironta dori yo'q. Miyomani yo'q qilib yuboradigan bironta dorining o'zi yo'q.
Tushundingiz? Miyoma paydo bo'lsa, uni o'smasligi uchun lichina qilish mumkin. Aha. Lekin miyoma bormi organizmda, uni yo'q qilib yuboradigan narsa yo'q. Uni yo'q qilib yuboradigan narsa, misol uchun yaqinda bir vrach aytdiki menga, o'sha klimaks davriga kirganda u qurib boradi deyishdi. Bu rostmi? Kichrayadi, lekin yo'qolmaydi. Aha, demak o'sha bor kichrayadi. Chunki oziqlanishi buzilgandan keyin u atrofiyaga uchraydida, nekrozga uchrab kichrayishi mumkin. Agarda u nekrozga uchrab, agar oyoqchasi bilan bo'lsa, buralib qolsa, kuchli og'riq berib, baribir operatsiya bo'lish ehtimolligi bor. Demak, agarda mioma o'sayotgan bo'lsa, hajmi katta bo'lsa, uni faqat operatsiya yo'li bilan hal qilib, operatsiya bilan olib tashlab, olingan miyomani gistologiya qilib, ya'ni ekib, bu ertaga qayta o'sadimi, yo'qmi, yaxshi sifatli miyomami, yomon sifatli miyomami, uni aniqlab, shuniga qarab lichina qilish kerak bo'ladi miyomalar. Mioma onkologiyaga aylanishi mumkinmi? Onkologiyaga aylanish ehtimolligi juda kam. Lekin onkologiyaga uchrash ehtimolligi ham bor. Ya'ni 2-3% holatda butun hammada qancha uchrashsa, 1 millionta odamni tekshiruv o'tkazgan miyomasi bor bemorlarni. Shundan 2 ta bemorda, ya'ni bo'lgan ya'ni onkologiyaga sarkoma deydi, shunga o'tib ketgan, sarkomaga o'tib ketgan, u natijasida onkologiya bo'ladi. U juda xavfli onkologiya hisoblanadi. U tez o'sadi, uni operatsiya qilib olib tashlagandan keyin ham uni davolash juda uzoq davom etadi. Shuning uchun birinchi navbatda miyoma kichkina bo'lsa, nazoratga olib, o'smasligiga lichina qilish kerak bo'ladi. Agar hajmi katta bo'lsa, u ayolni hayotiga ham xavfli, homilador bo'lishiga ham xavfli. Masalan, bir xilla keladi 3 sm, 4 sm miyomalar bilan homilador bo'lsam o'zi yo'qolib ketadi deydi. Bu narsa xato narsa. Chunki gormon bilan bog'liq bo'lgani uchun u o'sadi miyoma. Homiladorlikda bilamiz, hamma gormonlar, jinsiy gormonlar ko'tariladi, progesteron oshadi. Buni natijasida bu miyoma kattalashadi. Miyoma kattalashgandan keyin shu bolani, bachadonni qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlar shu bachadondan o'tadi. U qon tomirlarni bosish hisobiga bu bola nobud bo'lishi mumkin yoki bolani pastga tushirib yuborishi mumkin, ya'ni ugroza boshlanishi mumkin. Bachadon qisqartiradi-da, ya'ni homilani chiqartirib yorib, o'ziga yaxshi sharoit yaratishga harakat qiladi bachadon. Demak, o'zini o'zi himoya qiladi. Mioma bilan bolacha hayot uchun kurashar ekanda bir-biri bilan, yo unisi yo bunisi. Xuddi shunaqa. Bilmagan ekanman. Demak, homilador bo'lishdan avval miomadan qutulish eng yaxshi yo'l usul hisoblanadi. Agarda miyoma katta bo'lsa, joylashgan joyi bachadonni o'rta qavatida bo'lib, bola turadigan joyda deformatsiya qiladi, qiyinchaytirib qo'ygandan keyin bu yoqda birinchidan homiladorlik bo'lmaydi. Agar Xudo beraman desa, shunda ham bo'ladi homiladorlik. Bo'lsa agar bu miyoma kattalash hisobiga bu bolani hayotiga xavf bo'lishi mumkin. Miomani hajmi haqida ham gapirsangiz, chunki mana kichkinalarni kuzatish kerak. Qachon odam xirurgga boradi? Qancha santimetrda? 4 santimetrdan keyin borish kerak bo'ladi. Agarda bir xil kichkina miyomalar bachadon ichida aytdim, xavfli miyoma deb. U kichkina 1 santimetr bo'ladimi, yarim santimetr bo'ladimi bachadonning ichida bo'lsa, u xirurgga borib u narsani oldirib tashlash kerak bo'ladi. Chunki u baribir o'sadi, ertaga qon ketadi, ayolni o'zini hayotiga xavf bo'lib qoladi. Uni keyingisi esa xuddi bachadonning ichida spiralday turadi-da, homiladorlikka xalaqit qiladi. Buni ham bilmagan ekanman. Homilador bo'lishiga xalaqit qiladi. Ya'ni homilador bo'la olmaydi. Shu miyomasini olib tashlaganimizdan keyin, ya'ni homiladorlik yuzaga keladi. Juda ham yaxshi ma'lumotlar beryapsiz. Qizlar, ayollar ahamiyat beringlar. Albatta, mana shu podkastni ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki bugun shaxsan men o'zimga juda ham yangi ma'lumotlar olgan kunim bo'ldi. Demak, miomangiz 4 santimetrdan kattaroq bo'lsa, albatta xirurg ginekolog xirurgga borishingizni tavsiya qilamiz, chunki mana vrach aytayaptilar, baribir oldirish kerak, baribir o'syapti. Hozir biz mioma va kistalar haqida, endometrioz haqida gapirganimizda deyarli hammasini laparoskopiya deyapsiz. Qachon ochiq qilinadi? Chunki laparoskopiya bizni uncha qo'rqitmaydi-da. Laparoskopiya tez o'tib ketadi, joyi qolmaydi, kichkina nuqtalar qolishi mumkin, to'g'rimi? Operatsiyadan keyin. Lekin ochiq operatsiyadan deyarli hamma ayollar qo'rqadi. Bizda talvasa boshlanadi. Operatsiya desa, go'yoki ertaga
hattoki olamdan o'tadigan darajada bizda panika, shok bo'ladida. Biz ayollar shunaqa emotsionalmiz-ku. Operatsiya jarayonini tushuntirayotganingizda qachon nechi foizi ochiq qilinadi? Nimaga ochiq qilinadi? Ya'ni ochiq bu katta kesma bilan qilinadigan operatsiya. Operatsiyaga har qanday bemorimiz kelsa, operatsiya yo'lini birinchi tushuntiramiz. Mana shunaqa yo'l bilan qilinadi. Operatsiya ko'pincha bizada 95% holatda laparoskopiya yo'li bilan qilinadi. Kesish amaliyoti juda kam. Agarda hajmi katta bo'lsa, hosilani yoki masalan kistalar juda katta bo'ladi-da, ko'p bo'ladi-da, hamma atrof to'qimalarga yopishib ketgan bo'ladi. 3-4 marta operatsiya o'tkazgan bo'ladi. Shunaqa og'ir bemorlar bizga murojaat qiladi. 3-4 marta operatsiya bo'lgan, qorinda kimdadir appendist yorilib ketgan, kimdadir ichak tutilishi bo'lgan. U hamma operatsiyalar o'tkazgan, ko'p operatsiyalar o'tkazgan bo'lsa, faqat buni shu kesma yo'li orqali operatsiya qilib bu narsadan qutulamiz. Ko'pincha holatda masalan bachadonni olish miomani hajmiga bog'liq bo'lmagan holatda, agarda 45 sm unaqa katta miomalar bo'lsa, unda biz operatsiyani faqat kesma yo'li bilan qilamiz. Agarda undan kichkina bo'lsa, hatto katta mioma bilan matka bo'lsa, uni bachadondan olib tashlashni ham laparoskopiya yo'li bilan qilamiz. Chunki bachadonni ayol organizmidan ajratib olganimizdan keyin, qorin bo'shlig'iga qolganimizdan keyin maxsus apparatimiz bor, u kiradida uni kesib chiqaradi. Demak bo'lib chiqarasizlar. Yo kesib maxsus paket bor, unga kiygiziladi. Bu paketni ichida kesib olib tashlanadi. Qiziqarli jarayon ekan. Keyin yana bir masala esimga tushib qoldi hozir, chunki ayol kishi nimaiki qilmasa, shu homilador bo'lishi uchun qiladi-da. Har bitta operatsiya, agar o'sha tug'ish davrida kelayotgan ayol, yuqorida ham aytdim-ku, savol beradi. Farzandli bo'la olamanmi? Bitta farzandi bo'lsa, yana to'qqiz keladi. Farzandi umuman bo'lmasa, u katta bir kurash ketayotgan bo'ladi-da ayollar ichida. Va yana bir jarayon borki, 3 ta, 4 ta, 5 ta farzand ko'rgan ayollarimiz xalq tili bilan aytganda matka trubalarini boylatadi. Bir xillar boylatgandan keyin fikr o'zgarib qoladi. Voy, yana tuqqim kelyapti yoki qanaqadir muammolar bo'ladi hayotida, farzandli bo'lishim kerak deydi. Shunda yordam bera olasizmi? Bunday holatda masalan turbani bog'lashning yo'llari ham juda ko'p. Agarda turbani kesib bog'lagan bo'lsa, buni ulab berib homiladorlikkacha olib borib, tabiiy homiladorlikkacha ham olib borishimiz mumkin. Qila olamiz bu narsani. Agarda bu turbani kuydirib tashlagan bo'lsa yoki turbani olib tashlash usullari ham borda, bog'lash usulida. Agarda unaqa holatlar bo'lsa, bu narsani qilib bo'lmaydi. Ya'ni turbani yaratib bo'lmaydi yoki boshqaning turbasini olib qo'yib bo'lmaydi yoki sun'iy turbani o'zi yo'q. Agarda o'zini turbasi kesib bog'langan bo'lsa, uni kesib ikkita sog'lom joyini ulab bersak, u turba ertaga ishlaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Agarda shunaqa holatda bo'lsa, qanaqa yo'l bilan operatsiya bo'lgan, bir xillar kesarva bo'ladi, kesarva vaqtida qilinadi. Bunaqa holatlarda, ko'pincha holatlarda ulashning imkoni bor. Agarda laparoskopiyada turbalarni bog'latgan bo'lsa, uni lazerda kuydirib tashlaydi-da. Kuydirib tashlagandan keyin u to'qima yo'q bo'ladi. Yo'q to'qimani bor qila olmaymiz. Shuning uchun buni faqat eko amaliyoti tavsiya qilinadi bunaqa bemorlarga. Agarda turba kesib bog'langan bo'lsa, uni ulab berib, tabiiy homilador bo'lgan bunaqa bemorlarimiz juda ko'p. Bu holatda ham endi hayot hech kim bilmaydi. Masalan, 3 ta bolam bor yoki 2 ta o'g'lim bor, yetadi deydi. Har qanday holat bo'lishi mumkin. Bir xil oilalar keladi, suvga cho'kib qolgan bolasi yoki nimadir bolasini yo'qotganda bunaqa bemorlar murojaat qiladi, tekshiramiz. Shunda agarda kesib bog'langan bo'lsa, buni ulab beramiz, keyin natijaga erishamiz. Homilador bo'ladilar. Juda soz. Ba'zi hollarda mana yuqorida ham aytdingiz, davolanadi, keyin keladi, operatsiya qilmasak bo'lmaydimi? Qilmasdan davolab ko'raylik, balki yana yo'li bordir deydi. Ba'zi hollarda shunday ayollarni bilamanki, kerak emas bo'lsa ham keladi, olib tashlang deydi. Bachadonni olib tashlang, bo'lib kerak emas deydi. Agarda unga ya'ni olishga olib boradigan tashxisi bo'lmasa, shunday ayollarga nima deysiz? Mayli, keling olib tashlaymiz deysizmi? Yo'q, unaqa ayollarni birinchi navbatda tekshirib ko'ramiz. Agarda hech qanaqa muammosi bo'lmasa, ularga to'g'ri tushuntirsangiz, agar ular tushunadi. Masalan, bir xillar qo'rqadi. Bu qo'rqishiga ham sabab bor, chunki 3 ta bitta bemor kelgan, 3 ta opasida bachadonda rak bo'lgan. Onasida rak bo'lgan.
Bunda ham bachadon bo'ynida o'zgarish chiqyapti, rak oldi holati. Bunaqa holatda bu bemorimizga biz tavsiya qilamiz. Hali agarda boshqa ayollarda bo'lsa, rak oldi holati bo'lsa, u bachadon bo'ynini shu joydan rak oldi holatini kesib tashlab, olib tashlaymiz. Bu bemorlarni kuzatuvga olamiz. Bu bemor baribir xavf guruhiga kiradi, onkologik kasallikka. Bunaqa bemorlarga o'zimiz tavsiya qilamiz, bachadonni olib tashlab bemalol yashashni, profilaktika bo'lishi uchun onkologik kasallik. Bunaqa bemorlar ham keladi, uchrashadi bizga, to'g'ri tushuntiramiz. Agarda sog'lom bo'lib, hammasida anamnezida hammasi yaxshi bo'lsa, onasida hech qanaqa muammo bo'lmagan bo'lsa, bu bemorga agar to'g'ri tushuntirsangiz, to'g'ri tushunib ketadi, operatsiya qildirmaydi. Lekin operatsiya qilish kerak bo'lmagan narsani olib kirib operatsiya qilmaymiz. Yana bitta savol, buni ham ko'p eshitaman. Masalan, miomani yoki kistani kesareva vaqtida olib tashlash mumkin deyishadi. Bu rostmi? Olib tashlash mumkinmi? Olib tashlash mumkin. Kesareva vaqti ham xuddi operatsiya hisoblanadi. Bola olingandan keyin bachadon hajmi katta bo'ladi, lekin mioma aniq ko'rinmaydi. Chunki bachadon hajmi 500 baravar kattalashadi oddiy holatdagi nisbatan homilador ayolda. Bu katta mioma bachadon devori ham shuncha qalin bo'lib ketadi. Bu agarda kichkina 2-3 santimetrli mioma bo'lsa, qo'l bilan ham sezib bo'lmaydi buncha qalin joyda. Agarda bachadonni ustida ko'rinadigan bo'lsa, hajmli hosila tuxumdonda bo'lsa, unda operatsiya vaqtida olib tashlab, bu narsadan qutulib, yana keyingi homiladorlikka tayyorlansa bo'ladi. Va keyingisi bu tuxumdon bilan bog'liq masalalar, chunki agar tuxumdon kasal bo'lsa, ayol homilador bo'la olmaydi. Afsuski bachadon bo'lishi mumkin, qim bo'lishi mumkin, lekin hamma gap asli tuxumdonda. Qanday patologiyalar bor kistalardan tashqari? Tuxumdondami? Tuxumdon fibromatozning anavlari bo'ladi, hosilalari bo'ladi. Fibrozni to'qimalar o'sib ketadi, qalinlashib ketadi. O'zi tuxumdonda juda ko'p kasalliklar bor. Masalan, tuxumdon yiringlashi mumkin. Masalan, infeksiyalar natijasida jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar yoki qanaqadir operatsiyalar o'tkazilgan bo'lsa, tuxumdon yiringlashi mumkin. Bundan tashqari shu xuddi miomaga o'xshagan narsa o'sadi tuxumdonda. Kista. Fibromioma deydi. Fibromioma deydi. O'sadi, o'sgan hisobiga tuxumdon hajmini kattalashtirib yuboradi-da, lekin xuddi qattiq toshday narsa bo'ladi, ya'ni to'qima, fibroz o'sadi. Tuxumdonda o'zi asosan juda ko'p kistalar o'sadi. Kistalar ham funksional bo'ladi, patologik, ya'ni kasal, ya'ni funksional kistalar bular folikulyar kista deydi, hamma biladi. Serroz oddiy suyuqligi bo'ladi ichida. Bu masalan bu menstruatsiyadan keyingi menstruatsiya yoki ikkita menstruatsiyada so'rilib ketadi. Buni operatsiya qilish, nimadirlar qilish kerak emas. Faqat davolasa konservativ yo'l bilan bu narsa so'rilib ketadi agar hajmi kichkina bo'lsa. Bular ham bir xil folikulyarni kistalar bo'ladi. Hajmi 4-5 sm, 6 sm, 7 sm, 12 sm kistomalarga aylanib ketadi. Unaqa holatda kapsulasi qalin bo'ladi-da, yorila olmagani hisobiga kattalashib ketaveradi. Bunaqa folikulyarni kistalar ham xirurgik yo'l bilan, operatsiya yo'li bilan olinib, shu olingan kapsula kistasi tekshirilib, shunga qarshi lecheniya qilinadi, boshqa kista bo'lmasligi uchun. Patologik kistalar, endometrioz kistalar aytdim-ku, endometrioz kistalar, tug'ma kistalar bo'ladi. Ya'ni dermoidni kista deydi. Buni ichida soch bo'ladi, yog' bo'ladi, tish bo'ladi, tog'ay to'qimasi bo'ladi, hammasi bo'ladi. Uni olib tashlash kerak Buni albatta. Faqat operatsiya yo'li bilan, ya'ni butun dunyoda zolotoy standart deydi, ya'ni oltin standart bor. Bu dermoidni kistalarni davolashda bitta yo'li zolotoy standarti, bu laparoskopiya orqali, ya'ni tuxumdonda shu kistani, dermoidni kistani olib tashlab, tuxumdonni sog'lom to'qimasini qoldirsa, ertaga shu ayol homilador bo'ladi, tug'adi yoki qiz bo'lsa, bu o'zi menstruatsiya bo'ladi-yu, ayol menstruatsiya bo'lgan vaqtda to 13 yoshda kimdadir keladi, kimdadir 9 yoshda, kimdadir shundan to klimaksga bo'lgan davrda yuzaga keladigan kista hisoblanadi. Shu ona organizmida shu qiz rivojlanayotgan vaqtida shu to'qima, dermoid hosil qiladigan to'qima tuxumdonda paydo bo'lib qoladi. Qaysidir bir folikulyada turadi. Endi shu hayot davomida to klimaksga kirgancha folikulyarlar yoriladi-ku har oy. Agar qaysidir oyga shu folikula, shu dermoid to'qima bor folikula o'ssa, shuning ichida dermoid to'qima, ya'ni dermoidni kista paydo bo'ladi. Bu kistani paydo qiladigan masalan sochimizni, tirnog'imizni, tishimizni hosil qiladigan ya'ni derma hosil qiladigan to'qima bo'ladi. Shu
follikularni ichida bo'lsa shu narsani paydo qiladi. Biza stomatolog bo'lmasak ham tishlarni olamiz deymiz. Shunaqasi kelganmi sizga? Ha, Bo'lganmi? Bo'lgan. Yaqinda ham bo'ldi. Yaqinda Instagram sahifamizga qo'ydik. Tishlar chiqdi, soch chiqadi. Dahshat. Yo'q to'qimasi bo'ladi. Dahshat, shunaqa ishingiz qiziqarli. Pastga jag' chiqadi, yuqori jag' chiqadi. Bosh terisi chiqadi. Bosh terisida soch bo'ladi, teri bo'ladi. Kistani ichida tuxumdonda. Demak, siz xirurg sifatida juda ham ko'p anomaliyalarni ko'rgansiz. Ularni olib tashlashga yordam bergansiz, ya'ni davolashga yordam bergansiz. Lekin yuqorida bir gapni aytdingiz-da, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiya. Bu biz ayollarni va turmushga chiqayotgan qizlarning eng katta muammosi, chunki agar infeksiya bo'lsa, doim eringiz yuqtirgan deyishadi. Bu rostmi? Faqat turmush o'rtog'idan yuqadimi? Agar partnyori bitta bo'lsa, faqat eri bo'lsa, shu eridan yuqadi, boshqa yuqadigan yo'lda o'zi yo'q. Butun dunyo bu narsani tekshiruv o'tkazgan, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiya faqat jinsiy yo'l bilan yuqadi. Demak, hamma gap erlarda. Hamma gap erlarda. Agarda u yerida haqiqatan shu infeksiya bo'lsa, ayoliga o'tadi. Ana endi muhim bir masala. Erkaklarning ta'siri haqida gaplashamiz. Chunki yuqorida aytdik, infeksiyalar 99% jinsiy yo'l bilan o'tadigani bo'lsa, o'sha partnyoridan, turmush o'rtog'idan o'tadi dedik. Yana erkaklarning qanday ta'siri bor? Chunki xalqda juda ko'p har xil afsonalar yuradi. Masalan, mioma bo'lib qopti desa, voy, eri qatan-qator infeksiya olib kelgan, o'shanda mioma bo'lgan yoki tug'mayapti, nimaga homilador bo'lmayapti, o'zida muammosi bor, erida muammosi bor. Qanday ta'sir o'tkazadi erkaklar? Erkaklarning birinchi ta'siri ayol organizmidagi hamma kasallikning birinchi sababi bu stress hisoblanadi. Stress ayol organizmini hamma kasalligiga sabab bo'ladi. Birinchi navbatda stress gormonal o'zgarishga olib keladi. Bu gormonlar kortizol gormoni bo'ladi, stress gormoni. Bu oshib ketgandan keyin jinsiy gormonlarni oshirishi yoki tushirishi mumkin. Ko'pincha holatda oshirib yuborish hisobiga, masalan, prolaktin gormoni bor. U hammasi hayzni, menstruatsiyani buzishi, estrogenlarni ko'tarilib ketishi bu endometrioz kasalligiga olib kelishi mumkin. Undan tashqari kistalar, menstruatsiyani buzilishi, hammasi bu stress. Erkak kishi, конечно, ayolni stressda ushlasa, bu stress ayol organizmi uchun hamma kasallikni yuzaga keltiradi. Hammasi, masalan, miomasi bo'ladimi, endometrioz bo'ladimi, kista bo'ladimi, hammasi, masalan, tashqi ta'sir ayolga qayerdan bo'lsa, qaynonasidan bo'ladimi, eridan bo'ladimi, bolalardan bo'ladimi, yoki shu oiladagi nima deydi, bir xil oilalar bor, ayolni faqat stressda ushlaydi. Bilasiz-ku, masalan, eshitasiz. Hamma menga hujum qiladi, qachon bolang bo'ladi, qachon nima bo'ladi, qachon tug'asan, qolasan. Bu ayol, bu hammasi yaxshi keladi, tekshiramiz, turbasi ochiq, erini analizi yaxshi, hammasi yaxshi, tuxumdonlari hammasi yaxshi, follikulasi yaxshi o'smaydi. Bu stress natijasida, gormon o'zgarib ketishi natijasida bu follikular yaxshi o'smagandan keyin bu ayol homilador bo'la olmaydi. Yoki shunaqa ayollar keladi, hammasi zo'r, follikulasi o'sadi, yoriladi, hamma tekshiruv o'tkazamiz, eri ham yaxshi, o'zi ham yaxshi, lekin homilador bo'la olmaydi. Shunaqa bemorlarga tavsiya qilganman, alohida 2-3 oy kvartira olib chiqib yashanglar, qani ko'ramiz. Demak, qaynona, qaynotasiz. Siz, endi agar unaqa desak, unda ham janjal bo'ladi. Nima uchun chiqib ketasizlar, alohida yashashlaring kerak, nimadir sirlaring bormi? Siz vrach sifatida o'sha paytda gaplashmaysizmi qaynona, qaynota bilan? Qaynona, qaynotalari bilan gaplashsam, ular boshqa rolga o'ynaydi o'sha. Kelganda ular как aktyorday bo'lib ketadi, aktrisaday bo'lib ketadi. Voy, biz ularga yaxshi gapiramiz. Hech nima demaymiz. Biz ish qilmasa ham hech nima demaymiz. Uyda umuman gapirmaymiz. Biz mana shunaqa desam, kelin o'zi ha deb turadi-ku. O'sha bilasizda uni, bilasiz. Shu qanaqadir holat bor uyda, mana shunaqa. Keyin kelinni o'zi, masalan, shu ayolni o'zi aytadi, shu qaynonam bunaqa qiladi, unaqa qiladi. Hattoki shu ko'chaga chiqsak, yosh bolalar ham so'raydi, qachon homilador bo'lasiz deb so'raydi deydi. Chunki qo'shnilarimiz ham deydi bu haqida o'zi oilasida suhbat qiladi, bu oilasida ham ko'chaga chiqib yurishga ham o'zi stressda bu ayollar. Chunki biz 9 oyni hisoblashni bilamiz va har doim savol beramiz. Yangilik bormi? Yangilik bormi? Bu odamni ezvoradigan bir savolda. Yangilik bo'lsa aytaman.
bo'lmasam nima qilasizlar savol berib, bu ham borib mentalitetga taqaladi. Erkaklar yana nimada aybdor? Keyin eng asosiysi, agarda shuni kuzatganman, oxirgi dannilarni yapon olimlari aniqladi. Men oldin ham kuzatganman. Mioma endometrioz qaysi ayollarda ko'p bo'ladi? Qaysi? Agarda o'zini erkagidan ustun qo'yadigan ayollar, masalan o'zini ishini, o'zini biznesi bor, katta tadbirkorlar, masalan ayollar o'zi boshqaradi hamma narsani, eri aralashmaydi, eridan ustun ayollar, ularda mioma uchrash ehtimolligi juda ko'p. Juda ko'p. Tushunyapsizmi? Men bu narsani ko'p kuzatganman. Ular hozir yapon olimlari bir hafta oldin o'qidim. Statiya chiqargan. Haqiqatan agarda shunaqa ayol bo'lsa, o'ziga ishonchi ortish hisobiga estrogen gormonlari oshib ketar ekan. Buni natijasida mioma, endometrioz rivojlanish ehtimolligi oshadi. Bunaqa masalan miomasi bor, kistasi bor ayollarni siz e'tibor berib qarasangiz, men bemorlarimdan qilamanda, qanaqadir katta tashkilotda ishlaydi yoki qanaqadir eridan ustun, masalan puli ko'p. Shunaqa bemorlarda mioma uchrash ehtimoli yoki turmushga chiqmasdan o'zini karyerasini qilib yuradigan ayollar bor-ku, bularda mioma boshqa ayollarga nisbatan ko'p uchraydi. Tushunyapsizmi? Eridan zug'um olgan, bosim o'tkazgan ayollarda endometrioz bo'lmaydi. Bo'ladi, chunki zulm o'tkazgan, eri masalan zulm o'tkazgandan keyin sizda stress bo'ladimi? Bo'lgan gapda stress sizda yana shu miomaga, endometriozga olib keladi. Demak, har xil ayollarda bo'lishi mumkin. Lekin hammasida baribir erkaklar aybdor-da. Yo'q, endi erkaklar ham masalan stressda ushlasa, конечно, u sabab bo'lishi mumkin. Lekin jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarni oilaga faqat masalan partnyori bitta bo'lsa, faqat eri olib keladi. Eri sababchi bo'ladi. Erini nima deydi? Bo'g'zidan ushlasa bo'ladi. Erlarni bo'g'zidan ushlash kerak. Sizni huzuringizga nafaqat yoshlar, balki yoshi katta ayollar ham keladi. Birinchidan klimaks boshlangandan keyin undan oldin premenopauza bor, ya'ni jarayon juda uzoq, 10 yil, 15 yil davom etadigan jarayonlar bor ekan. Aynan shu jarayondagi ayollarda qanday muammolar bo'ladi? Chunki ularda estrogen, progesteronlar tushayotgan payti bo'ladi. Demak, miomalar ham siz aytgandek balki o'smas, lekin boshqa muammolar paydo bo'ladi. Bunaqa bemorlar, yoshi katta bemorlar agarda klimaksga kirgan bo'lsa, shu jinsiy yo'llardan, bachadondan qon kelishi bu xavfli hisoblanadi. Bunaqa bemorlar shifokorga, shu ginekologga uchrab, gistologik tekshiruvlardan o'tib, ko'pincha bir 70-80% holatda onkologik kasalliklar uchrash ehtimolligi yuqori bo'ladi. Chunki bunaqa oddiy holatda klimaksga kirgandan keyin hech qachon qon kelishi kerak emas. Masalan 2-3 oydan keyin yoki 4 oydan keyin qon kelishi masalan bir gormonlari o'zgarib kelishi mumkin. Buni bitta nazoratga olib, ko'rib, gormonlarni tekshirib, tekshiruvlar qilinganda hammasi yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin klimaksga kirib 3-4 yil kelmasdan keyin qon kelishi 70-80% holatlarda onkologik kasalliklarga olib keladi. Shunaqa bemorlar ko'p uchraydi. Undan tashqari kista miomalarni yoshlik vaqtida lechena qilmagan, oxirigacha nazorat qilmagan bemorlar katta hajmda kelib qoladi, og'riq bilan, bezovta bo'lib, bunaqa bemorlar keladi. Lekin juda ko'pchilik holatda hozir siydik ushlolmaslik muammosi bo'ladi. Yo'talganda, aksirganda, o'tirib turganda, bu ya'ni qin devorlarning tushishi, siydik qopini tushishi yoki bachadonni umuman pastga tushib ketishi shu bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni qin yo'llari, ya'ni jinsiy yo'llardagi ya'ni to'qimalarni turgorligi, ya'ni elastikligi pasayib ketishi natijasida bachadon, ya'ni chanoq sohasini tagi ochiqda suyaklar. Faqat mushak qavati ushlab turadi, biriktiruvchi to'qimalar ushlab turadi. Biriktiruvchi to'qima mushak qavati bo'sh bo'lib qolgandan keyin yosh kattalarda bu bachadonni ushlab turadigan boylamlari bo'ladi. Bu boylamlarni qo'yib yorgandan keyin pastga tushib qoladi. Bunaqa bemorlar murojaat qiladi. Asosiysi shu siydik ushlolmaslik. Bunda maxsus, ya'ni tekshiruvlarimiz bor, tekshiruvlarni o'tkazamiz, keyin maxsus lenta bor, siydik yo'liga qo'yiladi, ya'ni siydik ko'tarib turish maqsadida. Chunki masalan tasavvur qiling, choynakda chummagi bor, choynakni bunday qilsangiz pastga suv oqadi.
Bu holatda siydik yo'li mana bunaqasiga ko'tarilib turishi kerak. Bu siydik opshini hisobiga siydik yo'li pastga bo'lgandan keyin siydik qopidagi bosim oshib ketish hisobiga siydik o'zi chiqib ketadi. Yo'talganda, aksirganda bu sfinkter ishlamasligi hisobiga siydik chiqib ketadi. Shuning uchun maxsus lentalar bor, shu siydik chiqadigan kanalni, ya'ni ko'tarib qo'yamiz, xuddi choynak deb tushuntirdimmi? Bu narsani ko'tarib qo'yganimizdan keyin yo'talsa ham, aksirsa ham siydik chiqib ketmaydi. Qachonki o'zi kuchansa, bu yerdagi sfinkter ishlash hisobiga siydik chiqib ketadi. Shunaqa bemorlar ko'p uchraydi. Keyin bachadoni tushib ketsa, ya'ni qim plastikalari, masalan, ko'p tug'ruqlar bo'ladi, tug'ruqlarda yirtilishlar bo'ladi. Shunaqa holatlar, masalan, jinsiy aloqadagi havo chiqishi, diskomfort bo'lishi. Bunaqa bemorlarga qim plastikasi bachadonni ko'tarish, kerak bo'lsa shu qin sohasidagi bachadon tushib qolgan bo'lsa, qin orqali bachadonni olib tashlash, hamma amaliyotlar qilinadi. Demak, plastik jarrohlikni ham rekonstruktivniy o'tkazish mumkin. ginekologiya deydi, ya'ni rekonstruksiya qilinadi, ya'ni o'zgargan a'zoni o'zini holatiga qaytarish. Ya'ni shunaqa amaliyotlar qilinadi. Va hayotiy voqealarga o'tsak, sizni mana shu professional yo'lingizda menimcha juda ko'p ayollar sizdan rozi bo'lishgan, sizdan xursand bo'lishgan. Eng esingizda qolgani qaysi? Mana masalan yillar davomida homilador bo'lmagan bo'lishi mumkin-da. Siz davo chorasini o'tkazganingizdan keyin homilador bo'lgan yoki qanaqadir boshqa yaxshiliklar bo'lgan. Unaqa bemorlarimiz juda ko'p. Oldin ham aytganman, bir bemor bor juda ta'sirli. 3 ta bolasi bo'lgan. 3 ta bolasi bor, Qoraqalpog'iston Respublikasidan edi. 3 ta bolasi bo'lgan, 3 ta bolasidan keyin bachadon naylarini bog'latgan. Bog'latgandan keyin xotin ishga ketgan. Eri adashmasam shu Rossiyaga ketgan ishga. Ayol ham ishlash uchun tashqariga ketganda 3 ta bolasini, shu 3 ta bolasi uyda qolgan, hech kim bo'lmagan. 3 ta bolasidan katta bolasi ko'chaga non olish uchunmi nimagadir magazinga chiqqan. Aniq esimda yo'q. Chiqqanda avtohalokatga uchrab bo'lmay qolganda, ular hech kim topolmagan, vaqt o'tgan. Uydagi 2 ta bolasi gugurt o'ynab uyini yoqib yuborgan. Bola ikkitasi uyda, bitta bir kunning ichida 3 ta farzanddan yo'qolyapti. Bu bemor bizaga kelgan, u bemor o'zini joniga qasd qilgan, qo'llarini kesib tashlagan, qilgan, qutqarishgan, o'zini osmoqchi bo'lgan, u qutqarganda keyin 2 yil o'tgandan keyin kelgan. 2 yil o'tgandan keyin kelib bizaga uchrab shu turbada muammo borligi, erida, eri Rossiyadan kelgani, birga yashayotgani, lekin homilador bo'lmayotganini aytganda tekshirganimizda turbasini faqat bog'lagan. Bu turbasini ulaganimizdan keyin 6 oyda homiladorlik yuzaga keldi. Keyin 6 oydan keyin tug'ib, bir kun bemor, biz endi bemorimiz ko'p bilmaymiz. Bir bemor telefon qilyapti, shunaqa esingizdami, men Qoraqalpog'istondan kelgandim, shunaqa bugun tug'dim. Sizni ismingizni aytmasdan qo'ydim. Shunga siz rozimisiz? deb shunaqa dedi. Men albatta roziman deb xursand bo'lgan. Yana bir bemor yaqinda keldi. Birinchi bolasini tuqqandan keyin 16 yil homilador bo'lmagan. 16 yil homilador bo'lmagan, kesir kesish amaliyoti bilan tuqqan. Undan keyin hamma joyga borgan, erini tekshirgan, hammasini bo'lgan. Turbalari ochiq, hammasi joyida. Keyin men aytdim-ku, sizda operatsiya qilish kerak dedim. Keyin aytdi-ku, boshqa vrachlar hech kim aytmagan menga operatsiya dedi. Sizda dedim, operatsiyadan kesirvadan keyin chandiq bo'ladi. Chandiq hisobiga turbangiz boshqa yo'nalishda turibdi, rentgen bo'yicha. Bu sizda spayka bor. Men shuni operatsiya qilish kerak desam, bemor aytdi, 16 yil kutdim dedi. Siz birinchi marta operatsiya dedingiz, mayli operatsiya qildiraman dedi. Operatsiya qilib chiqdimda aytdim, 3 oyda xudo xohlasa homilador bo'lasiz dedi. Aytganimdek farishtalar omin qilganmi? 3 oydan keyin homilador bo'lib keldilar. 16 yil deganda xursand, shunaqa yig'lab keldilar. Endi men shu yig'lab kelganini, xursand bo'lib kelgan bemorlarni ko'rsangiz, ishingizga bo'lgan qiziqishingiz ham, mehringiz oshadi. Albatta xursand bo'lasiz. Ko'pni duosi olasiz. Shuning uchun men o'zim kasbimdan juda faxrlanaman. Achinarlisi-chi? Achinarlisi bor, achinarli bemorlar ham. Kiramiz, bir xil operatsiyalarga kiramiz. Ya'ni bittasi qaysi bir esingizda qolganki, shunaqa
sizni huzuringizga shunaqa umid bilan kelgan, lekin afsuski ana meditsinani kuchi yetmagan payt bo'ladi-ku. Kuchi yetmagan vaqti mana shu anomaliyalarda bachadonni masalan yo'qligi, qinni masalan yo'qligini masalan hal qilamiz, yasaymiz, lekin bachadon yo'q bo'lsa agar u qiz bitta masalan tasavvur qiling, tug'ildingiz, o'sdingiz, katta bo'ldingiz, siz ham hamma qatori tug'ishingiz kerak, farzandli bo'lishingiz kerak, u undan mahrum bo'lgan, yo'q, bachadoni yo'q. Bu narsani hal qilib, bu narsani qilishni imkoni kamroq. Agarda shunaqa narsalarga imkon bo'lsa, shunaqa narsalarni masalan yangilik ketyapti-ku hozir. Masalan tashqarida bolani o'stirish imkoni bo'ladi. Agarda tashqarida masalan qanaqadir vakuumda bolani o'stirish hozir olimlar ish olib boryapti. Agar shunaqa bo'lsa, agar bunaqa bemorlarni masalasi hal bo'ladi. Demak, kelajakda olimlar buni ustida ishlayapti va kelajakda menimcha buni ham yo'li topilsa kerak, chunki yaqinda o'qidim. Onadan qizga bachadon o'tkazilibdi, qaysidir davlatda. O'tkazilgan, Antaliyada qilinadi. Bu juda katta klinika. Antaliyada qilgan, bundan keyin homilador bo'lgan, kesir kesish yo'li bilan tuqqan, unaqa holatlar Hindistonda bir vrachimiz bor, haftasiga 4 ta matkani o'tkazadi. Juda ko'p bemorlar. Lekin qimmat amaliyot deb o'qidim, juda qimmat. Jigar transplantatsiyasidan ham qimmat hisoblanadi. Chunki uni texnikasi ham, ikkita organizm u boshqacha hammasi. Endi niyat qilamizki, O'zbekistonga ham shu texnologiyalar kirib kelsa, siz birinchilar qatorida balki aynan shunday jarrohlikni o'tkazsangiz, juda ham ko'p qizlarga yordam bergan bo'lardingiz. Chunki farzandni 9 oy ko'tarib yurib dunyoga keltirish bu boshqa hissiyot, boshqa odam tug'ib bergani baribir bu boshqa hissiyot deb hisoblayman. Ayollarga va erkaklarga bir necha tavsiya bersak. Mana turmush qurildi. Kelinlarimiz farzandli bo'lishni istayapti, kuyov tomon ham. Shu paytda kelinlar, qizlar nimalarga ahamiyat bersin va yigitlarimiz nimalarga ahamiyat bersin? Kelajakda katta muammolar bo'lmasligi uchun. Bo'lmasligi uchun birinchi navbatda qiz bola shu menstruatsiyasi kelishiga ahamiyat berish kerak yoshligidan. Ota-onalar, ayollar shu ota-onalarni, ya'ni onalar o'zi qiziga qaraydi, tarbiya beradi, oiladagi tarbiya. Ya'ni shu menstruatsiyasiga ahamiyat berishi, menstruatsiyasi har oy kelyaptimi, yo'qmi, miqdori qanaqa, ko'p kelmayaptimi, kam kelyaptimi, bu birinchi oldin tekshiradigan usul hisoblanadi, o'zi uchun xulosa chiqarish uchun. Undan tashqari masalan issiq kiyinib yurish deydi qiz bolalarni. U ham ahamiyatga ega, chunki shamollash hamma organizmdagi to'qimalarda yallig'lanish chaqirib, uni funksiyasini buzadi. Bu narsaga ovqatlanish rejimiga, hozirgi ovqatlanish rejimi 5 mahal, 6 mahal xohlagan vaqtda ovqat yeyish emas. Masalan 3 mahal bo'lsa 3 mahal yeyish. Sifatli ovqatlanish. Sifatli ovqatlanish nima? Tayyor, yarim tayyor ovqatlarni masalan voz kechish. Gazli ichimliklarni ichmaslik, fast food mahsulotlarini ichmaslik, yemaslik. Bu narsalarga ahamiyat berish kerak. Undan tashqari jismoniy faoliyati yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni sport bilan shug'ullanish kerakmi yoki agarda o'zini ishi ko'p bo'lsa, o'zi sport hisoblanadi. Masalan, ko'p harakat qilib yuradigan qizlar, ayollarda muammo bo'lmaydi. Keyingisi esa shu jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyadan ehtiyot bo'lish kerak. Uni saqlanish usullari, qanaqa davolanish, hammasi vrachga murojaat qilish kerak, so'rash kerak. Bilmasa agar hozir internetda hamma narsa ko'p, lekin to'g'ri, noto'g'ri ma'lumotlar juda ko'p. Shunga ahamiyat berish kerak. Keyin eng asosiysi hozir kasallarni keladiganlarni bir 90% o'ziga o'zi tashxis qo'yadi, o'zini davolaydi. ChatGPT deydi, Google'dan topdim deydi, bu bunaqa tavsiya qildi, u unaqa tavsiya qildi. Bunga vrach boshqa bitta bemorga bir tavsiyani qilasiz, bu individualni shug'ullanasiz, bu bemorning sababiga qarab. Ikkinchisiga boshqa tavsiya berasiz. Siz dugonamdan eshitdim, men dorini ichdim, dorini ichdim deydi. Sanda mana bu kista bor, miyoma bor yoki nimadir bor, bu narsa doring o'stiraveradi buni. Bunda yo'q. Shuning uchun bu ichgan, bu narsaga buni sababini etiologiyasi boshqa, saniki boshqa narsa. Mana shunaqa sabab bilan keladigan bemorlar ko'p. O'zini o'zi davolamasligi kerak, vrachga murojaat qilish kerak, to'g'ri tashxis. Undan tashqari esa yilda bir marta ginekolog tekshiruviga borib, tekshiruvdan o'tib turish o'zini profilaktika. Kasallikni davolashdan ko'ra oldini olish osonroq, hamda uni natijasi ham, xarajati ham, o'zini sog'lig'iga ham foydasi juda ko'p hisoblanadi.
birinchi navbatda shu profilaktika oldini olish kerak bo'ladi. Erkaklarga birinchi, ayollarga yana bitta tavsiyam, erta jinsiy hayotni boshlamaslik kerak. Bir xilla masalan 16-17 yoshda qizlarni turmushga beraveradi. Bu erta boshlamaslik kerak, chunki boshlaganda hali qin yo'llari, jinsiy yo'llar tayyor bo'lmasligi mumkin. Travma olishi mumkin. Birinchi kechadan keyin qancha qizlar yirtiladi, u travma oladi, u travma butun umrga ketadi. Ya'ni har jinsiy aloqa vaqtida og'riq berishi, undan tashqari esa har xil diskomfortlar bo'lishi, yo tug'ruq vaqtida undanda yomon yirtilib ketishi, ya'ni chok sohasidan yana ochilib ketishi muammolari bo'lishi mumkin. Bularga ahamiyat berish kerak ota-onalar masalan turmushga berayotganda. Qarindoshlar orasidagi nikoh bo'lmasligi kerak, chunki uzoq bo'lishi kerak. Qiz bolani tarbiyasi juda og'ir deydi-yu. Shuning uchun ota-ona, ya'ni onalar juda mas'uliyatli bo'lishi kerak. Mas'uliyatli bo'lib qarasa, shu qizda hech qachon muammo bo'lmaydi. Ertaga turmushga chiqqanda bemalol homilador bo'lib tug'ishi mumkin. Bu savolni beraymi, bermaymi deb ko'p o'yladim. Lekin podkastimiz meditsina haqida bo'lgani uchun bu savolni beraman. Qizlik pardasi. Juda nozik. O'zi ham nozik, mavzusi ham nozik. Va hozirgi zamonda afsuski biz juda har xil vaziyatlarni kuzatyapmiz. Yolg'on gapirmayman. O'zim ko'rganman. Klinikada borib, o'chirtda o'tirganimda bir qizni olib kelishgan. O'sha vrach tanishim bo'lgani uchun, voy Nigora, hozir kirib chiqdim-ku o'sha qizni oldiga. Tiktirishga olib kelishibdi dedi. To'g'ri, bu narsani ustidan kulmayman, astag'firulloh. Lekin shunday vaziyatlar ko'payganini eshityapman. Sizni klinikangizga ham qizlik pardasini tiktirishga kelishadimi? Kelishadi, murojaat qilishadi, lekin bu narsa bilan biz shug'ullanmaymiz. Shu masalan, shu 10 yildan oshiq faoliyatim bo'lsa-ga, bironta qizni masalan qizlik pardasini tikmaganman. Umuman bironta abort qilmaganman. Shu ikkita narsadan umuman o'zim tiyaman. Umuman hech qanaqa qilinmagan, qilmaymiz ham. Keyin bizga murojaat qilishadi. Shunaqa bemorlarni to'lagan qabul pulini qaytarib beramizda, bizda ko'rilmaydi deb chiqarib yuboramiz. Chunki bu haqida xulosa berish faqat odam ekspertlari bor, ya'ni sudmed ekspertlari bor. Ular xulosa qilishga qizlik pardasi yirtiqmi yoki butunmi, butun emasmi, juda ko'p oilalar olib keladi, ota-onalar olib keladi yoki shu bolalar olib keladi tekshirishga, hammasiga. Biz aytamiz, sudmed ekspertda shu odam ekspertlari bor, shularga borasizlar, uchrashasizlar, sizlarga spravka beradi deb aytamiz. Qizlik pardasini tiktirishga kelgan bemorlarni qabul ham qilmaymiz, ko'rmaymiz ham. U chunki birinchi navbatda mumkin emas. Chunki xulosa berishimiz bizani, chunki ekspertlar xulosa berish kerak, uning komissiyasi tuziladi, 2-3 ta guvohlar asosida tekshirilishi kerak. Keyingisi shu qizlik pardasi umuman bizda tikilmaydi, bu amaliyot yo'q. Lekin mana to'ydan keyin yigitlar olib keladimi? Tekshirib bering, tikilganmi yoki yo'qmi deb. Olib keladi. Tekshirib berasizmi? Instagramimizdan kechasi telefon qiladi, soat 2-3 larda telefon qiladi. Shunaqa uylangandim, qancha qon chiqishi kerak edi? Qancha miqdorda bo'lishi kerak edi? Yarim piyola chiqdi, 1 piyola chiqdi. Mana shunaqa o'lchov birligi bilan ko'pchilikda piyola bilanda hayron qolaman. Bir xillari aytadi, qizlik qo'shildim, qon chiqmadi. Endi shunaqa onalar qizlar bor butun dunyoda. Qizlik parda, masalan, qo'l barmoqsiz tug'ilishi mumkin, bitta qo'lsiz tug'ilishi mumkin yoki bachadon yo'q tug'ilishi mumkin. Kimdadir qizlik pardasi yo'q ham tug'ilishi mumkin. Unaqa bemorlar kelsa ham ko'rib berasizmi? Yo'q, biz ko'rmaymiz. Bu narsani xulosa berish uchun faqat sudmed ekspertlar xulosa beradi. Demak, umuman aralashmaysiz. Umuman aralashmaymiz. Chunki bu nozik hisoblanadi, lekin buni xulosa berish uchun guvohlar asosida sudmed ekspertlar beradi. Chunki bu haqiqatan tug'ma bo'lmaganmi yoki qizlik pardasi bo'lgan, yirtilganmi, bu haqida faqat shular xulosa beradi. Shunaqa bemorlar ham bor, ya'ni qo'shilganda qon kelmaydi. Bir oila kelgan aytishlari bo'yicha, yana boshqa ikkinchi ginekologimiz tekshirib ko'rgan, tekshirib anaqa qilganda
butun oilada 3 ta qiz bor, uchalasida ham qizlik pardasi yo'q. Tug'ma shunaqa bo'lgan. Umuman bu bo'lmagan. Bunaqalarga endi masalan tavsiya qilinadi, ekspertlarga boradi, spravka olgandan keyin haqiqatan tug'ma yo'q degan tahlil bo'lsa agar bo'lsa, u aniq bo'ladi. Ertaga turmushga chiqqanda ham qiz masalan qon kelmasa birinchi kechada mana sana turmush qurishdan oldin masalan ko'rsatish mumkin mana shunaqa narsa. Shunga qarab xulosa qilinadi. Xulosa beriladi. Erkaklarga ya'ni turmush o'rtoqlariga tavsiyam partnyor bitta bo'lishi kerak. Har doim aytganimizdek. Og'riqli nuqta-ku bu. Bitta bo'lishi kerak hamda jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyani uyga olib kelmaslik kerak. Demak biz o'g'illarimizni ham tarbiya qilishimiz kerak. Nafaqat qizlarimizni. Xuddi shunday. Turmush qurishdan avval o'g'illarimizni ham shifokorga olib borishimiz kerak, ham tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishimiz kerak. Xarajat haqida gapirdingiz. Siz qimmat vrachmisiz? O'rtacha bo'lsa kerak. Bilmadim. Endi har xil operatsiyalarimiz bor. Operatsiyani turiga qarab, ketadigan xarajatiga, vaqtiga, narkoziga, hammasiga qarab hisoblanadi. Operatsiyalarimiz o'rtacha hisoblanadi. U darajada yuqori, qimmat turadigan operatsiyalar emas. Demak, sizni huzuringizga borgan bemor qo'liga price beriladi, o'rtacha narxlar ko'rsatiladi va undan keyin xarajatlar hisoblanadi. Va bugungi suhbatimizning yakunida juda ham bir nozik masala haqida gaplashmoqchiman siz bilan, chunki intervyularda ko'pchilik bundan qochadi. Xohish va istak. Meditsina tilida libido deymiz. Mana shu qilinayotgan amaliyotlar eshitaman-da, qizlarga o'sha xohish va istaklariga ta'sirini o'tkazadigan odamlar ham bor ichida. Masalan, bir tanishim bachadonini oldirib tashladi va undan keyin erimga bo'lgan hissiyotlarim yo'qoldi dedi. Bu nima bilan bog'liqligini vrachlar unga tushuntirib bermadi. Ya'ni umuman menda hech qanday xohish yo'q dedi. Yosh qiz, 29-30 yoshlar atrofida. Shuning uchun shuni ta'siri bormi? Albatta ta'siri bor, buni men sizga tushuntirib beraman. Agarda bachadonni tuxumdonlari bilan yoki bitta tuxumdoni bilan olib tashlasa, unda libido o'zgaradi. Chunki libido jinsiy gormonlarga bog'liq. Jinsiy gormonlar tuxumdonda ishlab chiqariladi. Agarda tuxumdonni olib tashlasa, u gormon qayerdan kelsin? Qayerdan ishlab chiqariladi organizmda? Gormon organizmda ishlab chiqarilmadimi, bu libido pasayadi. Lekin shunaqa bemorlar bo'ladi, masalan, endometriozda og'riq, bezovta qilib yuradi, lechena qiladi, keladi, operatsiya qilish kerak deyman. Operatsiya qilib olib tashlagandan keyin bachadonni, ikkita tuxumdonni qoldirib, gormonlarni ishlab, hammasiga qaralsa, libidosi oshadi. Tushunasizmi? U doim qo'shilgan vaqtda og'riq sezgan, u bemor. Og'riq sezgan, jinsiy hayot qanaqa bo'lishini, jinsiy aloqa qanaqa bo'lishini, u yoshligidan endometrioz kasalligi bilan kasal bo'lgan. Bunaqa bemorlarda bachadonni olib tashlasa, libidosi oshadi. Shunaqa holat bo'lgan, bitta bemorni shunaqa qilib olganimizdan keyin bir dugonasiga maqtanganda, aytganki, "Men shunaqa matkamni oldim, libidom oshdi, hammasi zo'r, hozir erim bilan hammasi zo'r." U dugonasini olib kelgan. Dugonasida hech nima yo'q. Bo'yna aytgan gapingizda hech nima yo'q. Aytayaptiki, "Men libidomni oshirish uchun deydi, matkamni olib tashlamoqchiman" deydi. "Siz mana bularni qilgan ekansiz, libidosi oshibdi, menikini ham oshirib bering" deydi. Unaqani imkoni yo'q. U libido nima pasaygani, u matka endometrioz bilan bog'liq bo'lsa bunda, unda u narsa yo'q. Buni libidoni pastligi bunda boshqa narsa bilan. Tushunayapsizmi? Aytdim, tushuntirdim. Mana bu tekshiruvlarni o'tkazamiz. Mana bunaqa qilsak, mana bunday bo'ladi. Sizni libidongiz ko'tariladimi dedi. Ha, ko'tariladi. Keyin lechena qildik, ular ham yaxshi xursand ketdi. Mana shunaqa matkani olib tashlash agar texnikasi to'g'ri qilinsa, hammasi yaxshi bo'lsa, u ayol organizmi uchun foydali hisoblanadi, chunki kasal bo'lgan bachadondan qutuladi. Masalan, rivojlangan davlatlarda, masalan shu Germaniya, Koreyalarda hammasida agarda siz 35 yoshdan oshiq bo'lsangiz, ayol kishi bo'lsangiz, bachadonni ichida bitta polip bo'lsa ham, bachadonni olib tashlash tavsiya qilinadi, olib tashlaydi. Nima uchun? U ayol tug'ib bo'lgan, bola kerak emas unga.
Shuning uchun bachadonda уже kasallik boshlandi, qanaqadir gormonal o'zgarish bo'ldiki, shunda polip paydo bo'ldi. Bu ertaga onkologiya kasalligi uchramasin deb bachadonni olib tashlab, onkologiyani profilaktikasini qilib ketadi. Bunaqa narsani qilgandan keyin bu kasallarda onkologiya kam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shuning uchun rivojlangan davlatlarda ayollar orasida onkologiya kamroq. Demak, o'sha profilaktika hisobiga onkologiyani kamaytirgan. Chunki masalan keladi tekshiruvdan, davriy tekshiruvdan o'tadi ular, masalan yilda bir marta. Uzi qiladi, bachadonda polip bormi yoki bachadonda kasallik bormi, endometrioz bormi, nimadir bormi, uni davolashga ham nima qiladi. Agarda bachadonni olib tashladi, menda endi erkakka aylanib qolaman, menstruatsiyam qon kelmayapti deb o'ylash xato. Agarda tuxumdonni olib tashlasa, haqiqatan shunaqa bo'ladi. Agarda ikkita tuxumdon qolib, u gormon ishlashi oldingidek davom etsa, bu ayolda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. U menstruatsiya keladigan qon organizmdagi qon chiqib ketmaydi tomirdagi. Shunchaki endometriy, bachadon ichiga endometriy o'sish hisobiga shilinadi-da, shilib tushunish hisobiga sheda ochilib qolgan qon tomirlardan chiqqan ozgincha qon tushadi. Shu menstruatsiya qoni bo'lib ko'riladi. Ayollar keladi, bachadonni olib tashlasam, qonim almashmaydi deydi. Qonim almashishi kerak deydi. Qonim suyuq bo'lishi kerak deydi. Qonim deydi, unaqa bo'lishi kerak deydi. Men erkak bo'lib qolaman, ichaklarim pastga tushib ketadi. U matkani joyiga boshqa narsa kelib joylashsa-chi deydi. Shunaqa degan fikrlar ham juda ko'p. Ana hozir juda ham to'g'ri mavzuni ko'tardingiz. Afsonalar deylik. Xalq ichidagi miflar, afsonalar, yolg'onlar. Chunki masalan men mediklar bilan necha yil ishlasam ham, hozir agarda menga shu operatsiyani taklif qilishsa, men ham ko'p o'ylagan bo'lardim. Chunki to'g'ri ichaklar pastga tushib ketishi mumkin. Keyin ichimdagi bo'shliqdan keyin qornim katta bo'lib ketishi mumkin deb o'ylayman. Har xil narsalar keladi. Qanday afsonalar mavjud? Afsonalar bor, erkakka aylanib qolaman deydi. Keyin aytadi-ku, men kliniksga kirib qolaman deydi. Kirmaydimi? Kirmaydi. Demak, tuxumdonlar ishlayveradi. U menstrualniy siklda ishtirok etadigan gormonlar organizmingizda aylanib yuraveradi. Hamma to'qimangizga boradi, funksiyasini bajaraveradi. Faqat shu menstruatsiya keladigan joy endometriy o'sib tushish kerak. Bu ham gormonga bog'liq. Gormoningiz ko'p bo'lsa, o'sib tushish kerak. Shu joy yo'q, tasavvur qiling. Organizmingizda gormoningiz ishlayapti, organizmda boshqa joyda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Faqat homilador bo'la olmaysiz, tug'a olmaysiz. Tushundingiz? Bachadonning vazifasi ikkita. Homilani katta qilish, tug'ish vazifasi. Demak, erkaklarga aytmasa, erkaklar buni bilmaydi ham, sezmaydi ham. Erkaklarga ham umuman aloqasi yo'q. Jinsiy hayotga ham aloqasi yo'q, gormonal o'zgarishga ham aloqasi yo'q. Bachadonni olib tashlashdi. Ikkita tuxumdoni masalan qolsa, gormon ishlab chiqaradi, hammasi joyida bo'ladi. Bemorlar keladi, men tushuntiraman deb bemorlarga aytaman, agarda men tirik bo'lsam, sizni yoshingiz shu ulug', masalan, oxirigacha men o'zim qarab beraman. Sizda gormonal o'zgarish bo'lsa, nimadir bo'lsa, mana men shedaman, kelasiz, men o'zim sizga yordam beraman. Hech qanaqa sizda gormonal o'zgarish bo'lmaydi deb tushuntiraman deb bemorlar. Yana qanaqa afsonalar bor? Yana afsonalar erkakka aylanib qolishi. Ya'ni gormonlar o'zgarsa, qo'pollashi, soch soqollari o'sib ketadi, kimdadir nimadirlar bo'ladi deb o'ylaydi-da. Lekin tuxumdonlarni olib tashlasa, gormonal o'zgarish bo'ladi. Bunaqa jarayonlar bo'lishi mumkin. Qizish belgilari bo'ladi, davleniy oshishi bo'ladi, boshqa narsalar bo'ladi. Yana bir miflar eng ko'p uchraydigan bachadon turibdi, tasavvur qiling deydi. Uni joyiga ichaklarim pastga tushib ketadi-da, joyiga deydi. Keyin tepadagi ichaklarim pastda ishlaydimi deydi. U o'zi masalan hozir matka turgan holatda ham ichaklar shuni ustida turadi. O'zi matka kichkinagina bo'lsa, yo'q, kimdadir kichkina, u kichkina matkalarni uncha-munchaga agar onkologiya boshlanish holatlari bo'lmasa olmaymiz. U katta matkalar, kasal bo'lgan, endometrioz bo'lgan matkalar bari bo'ladi, uni ustiga yopishib turadi. Uni olib tashlaganimizdan keyin salgina ichak pastga tushadi, bo'ldi, muammo yo'q. Qorin katta bo'lib ketmaydi. Yo'q, qorin katta bo'lib ketmaydi, hech qanaqa bir asorat bo'lmaydi. Hammasi laparoskopiya qilinadi, qorinni kesmasdan, ya'ni shu bachadon olib tashlanadi. Yana bir afsonani aytaymi? Bunga erkaklar aybdor. Sizni huzuringizga kelganda aytadimi? Siz ko'rmaysiz ayolimmi? Ayol shifokor chiqsin deydimi? Aytadi. Ayol shifokor bo'ladi. O'zim turmush o'rtog'im ham bor, ginekolog. Ular bilan birga ishlaymiz, ular ko'radi. Men faqat shu tekshiruvlari, UZI tekshiruvi, MRT tekshiruvlariga qarab tashxis qo'yamiz. Agarda u ayol kishi ko'rish kerak bo'lsa, ayollar ham bor, ayol ham ko'radi. Biz unga umuman qarshi. Xirurgiyada-chi, masalan, siz operatsiya qilmang, siz ayolimni yechingan holda ko'rishingiz
siz ayolimni yechingan holatda ko'rmaysiz deydimi erkaklar? Aytadi, chunki biza kirgan vaqtimizda уже ayol обработка qilingan, usti yopilgan, tayyor holatda bo'ladi. Biz hech qachon ayolni ko'rmaymiz. Yechingan holatda yoki nimadir holatda u operatsion stolga yotqiziladi, operatsion medsestralar, assistentlar hammasi yotqizib tayyorlagandan keyin operatsiyaga kiramiz. Narkozchi, narkozlar hozir qanday? Narkozlar har xil bo'ladi. Beldan, ya'ni spinalniy narkoz bor, общий narkoz qilinadi. Hammasi shu zamonaviy, shu oxirgi butun dunyoda ishlatiladigan shu gazoviy narkozlar qilinadi. Chunki yaqinda bir tanishim bachadonni oldirganda priduralka bilan oldirdim dedi. Men hayron bo'ldim. Periduralka emas, spinalniy narkoz deydi. Periduralniy narkozni ham qilib tursa bo'ladi. U narkoz qiladigan vrach spinalniy narkozni bir marta qiladi. Periduralniy narkozni yuvorib turiladi. O'zi ko'pincha butun dunyoda spinalniy narkoz qilinadi bachadon olinishda, agarda kesib qilinsa. Agarda bachadon laparoskopik usulda olinsa, общий narkoz qilinadi. Ayrimlarda agar katta bo'lsa, operatsiyadan keyin bir xil bemorlar keladi, umuman og'riq sezmaydi deydi. Operatsiya vaqtida ham, operatsiyadan keyin ham. Unaqa bemorlarga ikkita narkoz, ya'ni umumiy narkoz hamda bellardan spinalniy narkoz qilinadi. Spinalniy narkoz ham operatsiya vaqtida, ham operatsiyadan keyin 4-5 soat og'riq qoldirib, umuman og'riq sezmaydi. Shu bachadonni operatsiya qiladigan bemorlarimiz kelganda, masalan, operatsiya qilamiz, shu operatsiya kuni ham, bu kunisi ham og'riq umuman sezmasdan uyga ketadi. Ozgincha tortishyapti, lekin og'riq yo'q deydi. Anesteziologingiz yaxshimi? Конечно, bizada 3 ta anesteziolog, uchalasi ham qaraydi bemorlarga, anamnez yig'adi, operatsiyadan oldin shu probalar qo'yadi, allergiyasi bormi, yo'qmi. Shularning hammasini tekshirgandan keyin qarshi ko'rsatma bo'lmasa, keyin operatsiya qilinadi. Tashakkur. Bugungi suhbatimiz meni nazdimda juda foydali suhbat bo'ldi, chunki o'zim ham bilmaganlarimni bilib oldim. Savollarimga to'la-to'kis javob berganingiz uchun sizga rahmat aytaman. Sizni juda ham qiyin va mas'uliyatli kasbingizda sizga omad tilayman. Chunki ayollarning sog'lig'i bu kelajak sog'lig'i va sizni qo'lingizdan o'tgan har bir bemor o'zini go'zal va sog'lom ayol qilib his qilsa, biz ham xursand bo'lamiz. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat taklifingiz uchun. Xudo xolasa bergan savollaringizga yaxshi javob berib, shu xalqimizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Foydamiz tekkan bo'lsa, sizga ham kattakon rahmat, ishlaringizda omad. Tashakkur. Hamma sog' bo'lsin. Bu kanalingiz yanada rivojlanaversin. Rahmat. Azizlar, shifo bo'lsin podkasti bugun mehmonimiz barcha savollarimizga javob berdilar. Albatta podkastni to'liq ko'rishingizni tavsiya qilamiz va o'z fikr mulohazalaringiz bilan bo'lishsangiz, biz ham shifokorimiz ham xursand bo'ladilar. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishingiz mumkin. Salomat.